Adamın büyük muhabbet oluyor. Sırrına kendisi. Hangisi benden? Nasıl mı yalnız? Ben zondan bakıyorum. Burası da yapmaz. Ben Irak'ı da zondan Buradan ne geldim bana? Bağımsız kıvarsayım. Asonda keldim ben. Şu açmasdan vahra çıkadı. Sıklı yürübüm. Ya özgür bulmaydı. Oldu. Rahat çektim. 8'den yürübüm. Ne bırak? İyi. Artık oldu ki. Afrenler ya. Azal. Olsun. Ben de tekrardan blog okuyan açış imkanı var mı? Boş gelelim. Ben boş gelelim. Ay, yüzünüze bakmayın. Ya aldım. Al. O bana yeter o. Başka var mı? Hasta. Bu pazarda çünkü parası bana bir para geldi. Çıkamadı. Gene. Ne var öyle versem? Bakın okuşum. Gece Messi zor öğrendi. Bitti şu yerden adamdı. Hayır, hepsine sürüyor gibi bakın. Biz kelime. Bu yazısı değil. Buldum başardık mı? Hasan açıl gelme. Hasan gelsin. Selamünaleyküm. İlmi Tengbaşı efendim, muhterem azalar, mehmanlar. O'zbekiston Respublikasi Herkese Komissiya Sarayosatining 2026 yil 5 martdagi 8 taqsim qaroriga ko'ra muddat uzaytirilgan. Doktor Huquq Science Knowledge taqsim 2025 27-12 filologiya 41 nomli raqamli ilmiy kengash asosidagi bir marta ilmiy kengash tarkibi 11 kishi etib tasdiqlangan. Bugungi demak majlisimizda ularning demak barchasi 100% ishtirok etmoqda. Himoya qilinayotgan dissertatsiya bo'yicha 11 nafar fan doktori qatnashmoqda. Kengash ishini boshlash uchun kvorum yetarli. Kengash majlisni ochishga sizlardan bir fikr olmoqchiman. Marhamat, ishni boshlaymiz. Marhamat. Zoom'dagilar sizlar ham munosabat bildirib qo'yinglar, iltimos. Qarshilar yo'qmi majlisni ochishga? Demek hamma 100% biz demek vaziyet qaror qildik. Men kun tartibini e'lon qilaman. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tadqiqotchisi Qurbon Murodov Abror Abdurashidovichning 10.00 ya'ni amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi bo'yicha lingvistik ekspertizada ekstremistik matnni kategoriyalashtirish va avtorizatsiyalash mavzusidagi filologlar bo'limi va doktor ya'ni PhD ilmiy darajasini himoyasi, ya'ni dissertatsiya himoyasi. Ish Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyotida bajarilgan. Ilmiy rahbar filologiya fanlari doktor professor Mehriddin Baxtiyor Rajabovich. Rasmiy apologet sifatida belgilangan Dormamatu Sultonbek Ermatovich filologiya fanlari doktor professor, shuningdek O'rinboy Dilbar Bozorovni filologiya fanlari doktor professor o'sha zamonlar keldilar. Deymiz, undan kiradilarmi? Yetakchi tashkilot sifatida belgilangan Qarshi davlat universiteti Talabgor ilmiy kengashga topshirgan hujjatlarning asosiy mazmuni va ularning belgilangan talabalarga qay darajada muvofiq kelishi haqida ma'lumot berish uchun so'z ilmiy kengash ilmiy loyihalar professor Qo'rdash Pardayevga. Marhamat. Assalomu alaykum, kengash a'zolari, rais, mehmonlar. Qurbon Murodov Abror Abdurashidovich 1992 yil 14 oktyabrda Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek. 2016 yilda Termiz davlat universiteti bakalavriatini
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi bo'yicha 2020 yilda Termiz davlat universiteti shu yo'nalishda magistratura bosqichini tamomlagan. 2020-2022 yillarda Termiz davlat universitetida kafedra assistenti lavozimida faoliyat yuritgan. 2022-2025 yillarda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida tayanch doktorant bo'lgan. Qurbonmurodov Abdurashidovning yig'ma majlisida Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan talab etilgan barcha hujjatlar mavjud va bo'lib ular belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan. Qurbonmurodov Abrorning filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD dissertatsiyasi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida bajarilgan. Dissertatsiya mavzusi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti ilmiy-texnika kengashining 2022-20 aprelda bo'lib o'tgan yig'ilishida lingvistik ekspertizada ekstremistik matn kategoriyasi va avtorizatsiyasi mavzusida tasdiqlangan. Mavzu Oq Britan jurnalining 2022 yil 4-sonida shu nom bilan e'lon qilingan. Qurbonmurodov Abdurashidovning dissertatsiyasi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti nazariy va amaliy tilshunoslik kafedrasining yig'ma kengaytirilgan yig'ilishida muhokama qilingan va ilmiy seminarga tavsiya etilgan. 2026 yil 18 aprelda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti huzuridagi Doctor of Science Knowledge tahsil 2023-2024 raqamli ilmiy kengash boshidagi 10.00.11 amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminar majlisida muhokama qilingan. Ilmiy seminar xulosasida Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetidagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosidagi bir martalik ilmiy kengashdan dissertatsiyani himoyaga qabul qilib olish so'raladi. Qurbonmurodov Abdurashidovning dissertatsiyasi 2026-25 mayda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetidagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosidagi bir martalik ilmiy kengashda himoyaga qabul qilib olinib, yetakchi tashkilot va rasmiy appanitlar tayinlangan. Rasmiy appanitlar Nurmamatov Sultonbek Ermatovich, filologiya fanlari doktor professor O'rinbayeva Dilbar Bazarovna, filologiya fanlari doktor professor, yetakchi tashkilot Qarshi davlat universiteti. Ushbu majlis bayonnomasiga asosan Oliy attestatsiya komissiyasi veb-saytiga Qurbonmurodov Abdurashidovning filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasi himoyasidan e'lonni kiritish uchun zarur hujjatlar yuborildi va 2026 yilda e'lon chiqqandan so'ng Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetidagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash asosidagi bir martalik ilmiy kengash tomonidan avtoritet nashr etish ruxsat berilgan. Qurbonmurodov Abrorning dissertatsiyasi hamda ish yuzasidan yozilgan avtoritet 2026 yil 7-iyulda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti axborot resurs markaziga topshirilgan. 4-iyulda O'zbekiston Milliy axborot agentligi veb-saytida dissertatsiya himoyasi haqida e'lon berilgan. Dissertatsiya himoyasi to'g'risidagi ma'lumot va avtoritet 2026 yil 4-iyul kuni Bionet veb-saytida joylashtirilgan va e'lon qilingan. Tadqiqot natijalarida Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti 2022-2024 yillarda amalga oshirilgan axborot qidiruv tizimlari Google, Yandex, Google Translate uchun avtomatik ishlov berish vositasi, o'zbek tilining morfoleksikoni va morfolog analizator dasturiy vositasini yaratish nomli hamda o'zbek tilining ta'limiy korpusini yaratish nomli loyihada foydalanilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 8 ta ilmiy ish, jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari, asosiy ilmiy nashrlar chop etish tavsiya etilgan nashrlarda 3 ta maqola, shundan 2 tasi respublika va 2 tasi xorijiy jurnallarda chop etilgan. Xorijiy jurnallarda chop etilgan. Respublika jurnallari. Bo'ldimi? Ilmiy kotib savollar bormi? Tushunarli. Agar savollar bo'lmasa, demak mana shu ilmiy kotibning axboroti ma'lumot uchun qabul qilishimiz kerak. Marhamat, munosabat bildirsanglar. Xo'p, qarshilar, betaraflar yo'qmi? Rumdagilar qarshimisalar, betarafmisalar? Ma'qullaymiz ustoz. Ma'qullaymiz. Rozimiz.
Ya salomat yo'li. Bor ekan so'raydi. Rahmat, omon bo'linglar. Bormiz, bormiz. Rahmat. So'zni men dissertatsiyani beraman. Marhamat, Abrorjon. 15 daqiqa. Uzoq bo'ladi. Ma'qulmi? Bora taqdimot. Qo'ying. Rahmat. Assalomu alaykum, muhtaram ustozlar, hurmatli kengash a'zolari. Bugungi havola etilayotgan dissertatsiyamiz maqsadi ekstremist matnlarning struktur xususiyatlarini ochish, lingvistik xususiyatlarini asoslash, ekstremist matnlarni lingvistik ekspertiza qilishning asos mezonlarini ishlab chiqishdan iborat. Bu maqsadga ekstremist matn tushunchasi nazariy asoslariga yoritish va turlarini tasniflash, ekstremist matn lingvistik tahlilni amalga oshirish, ekstremist matnlarning lison birliklarini qo'llash chastotalarini aniqlash, ekstremist matnlarni lingvistik omillar ta'sirini aniqlash, ushbu matnlarda siyosiy leksikaning ijtimoiy o'nga ta'sirini dalilalash kabi vazifalarni bajarishlar to'g'risida erishish maqsad qilgandik. Javob etib o'ting. Ekstremist matn deganda biz nima tushunamiz? Ekstremist matn terrorizm, millatchilik, zo'ravonlik va boshqa asotsial g'ayriinsoniy tushunchalar bilan bog'liq bo'lgan ekstremal qarashlar jamlangan matnni nazarda tutamiz. Ekstremist matnni aniqlash uchun lingvistik ekspertiza ob'ektlari sifatida biz qo'llanma matnlar, shaxsiy yozishmalar, email xabarlar, SMS xabarnomalari, hujjat matnlari, konstrukt matnlar, ekstremist materiallar, reklama matnlari, tovar belgisi, gazeta matnlari e'tibor markazida bo'lgan va shu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasidan javobga tortilgan matnlarda asos qilib oldik. Ekstremist tahdidlarni quyidagi asosiy turlarga ajratamiz. Har bir turning tafsilotlarini, misollarni jadvallarda ko'rish mumkin. Ijtimoiy mansublikka asoslangan, terrorchilik harakatini sodir etishga qaratilgan murojaatlar, jamoat itoatsizligini ulug'lash, terroristik tashkilotlarni qahramonlashtirishga qaratilgan, har qanday shaxsni nafrat, kulgi, tanqidlarga duchor qiladigan provokatsion matnlar, antikonstitutsion harakatga da'vat etuvchi, ekstremistik mafkurani targ'ib qiluvchi nashrlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali radikal, terroristik, diskursiv jamoalarga ochiq yoki yashirin yo'llash, kibr tahqirlash, kibr qo'rqitish, sharmandalik, dushmanlikni qo'zg'atishga qaratilgan tahdid matnlar, tashqi ko'rinish va aqliy qobiliyatlar, etnik kelib chiqish va boshqa jihatlarga oid diskriminatsion bayonotlar nazarda tutganmiz. Ekstremizm va radikalishuv atamalarga o'xshash hozirgi vaqtda ekstremistni tahdid qilish kontekstida ulardan foydalanishni tarqashtirib yuboradigan boshqa tushunchalar ham mavjud. Ushbu atamalarning ba'zi juda bog'liq bo'lsa-da, ular bir xil nazariy tarafga ega emas. Jadvalimiz 4-chi jadvalimizda keltirilgan bunday ekstremistik tashviqotda maxsus kommunikativ strategiya asosida qurilish kuzatiladi. Birinchisi ishonch strategiyasi asosida tashkil etiladi. Keyingisi ishonch strategiyasini amalga oshirish uchun lingvistik komponentlar nazarda tutiladi. Uchinchisi implicit mazmun, ya'ni yashirin ma'nodagi matnlarga xos kommunikativ strategiyani asosini tashkil etadi. Lingvistik komponentga misol sifatida biz nimalar keltirish mumkin? Birinchisi sabab maqsad holat, uchun, kabi, gani shakllar orqali, buyruqdagi mayli fe'llar orqali, sin, in, aylik, shart mayli shaklda agarsa, kirish birikmalari orqali vaholanki Alloh amriga binoan al-Hasos kabilarni keltiramiz. Yakuniy implisik mazmun o'laroq muallif kommunikativ maqsadni ifodalashda turli xil g'oyalarni ilgari suradi. Xalqaro davlatni buzish, qo'polchilik harakatlarga undash, siyosiy beqarorlikni paydo qilish, konstitutsiyaviy tuzumga ishonchsizlik kayfiyatini yo'qotish, etnik va diniy nizolarni keltirib chiqarishga qaratilgan g'oyalarni ilgari suradi. Ekstremist matnlarni o'z vazifasini amalga oshirishda 3 ta asosiy komponentni ajratganmiz. Birinchisi asosiy g'oya. Bu matnning mazmuni, maqsadini belgilaydi. Misol uchun bizning milliy manfaatlarimizni himoya qilish kabi iboralar asosiy g'oya sifatida ishlatiladi. Ikkinchi, bu g'oyani amalga oshirishda til vositalaridan foydalanadi. Til vositalari nima? Lingvistik elementlar, jumladan hissiy, stereotip so'zlar, zo'ravonlikni yashirincha qaratish qiladi. Uchinchisi, pragmatik strategiyalar. Matn o'quvchining hissiy holatini boshqarish uchun ishlab chiqiladi. Ekstremistik matnlar va radikal mafkuraviy bayonotlar ko'pincha quyidagi asosiy mazmuniy elementlarni o'z ichiga olishiga dalillanadi. Birinchidan, ekstremistik matnlar ko'pincha dushman obrazini yaratadi va uni yomon ko'rsatadi. Bu dushman milliy, diniy yoki siyosiy guruh bo'lishi mumkin. Dushman obrazini yaratish orqali ekstremist guruhlar o'z tarafdorlarini mobilizatsiya qilishga harakat qiladi. Ikkinchidan, ekstremistik matnlar jamiyatda biz va ularga bo'lishadi. Bu oppozitsiya bo'linish biz ekstremist guruhlar tarafdorlariga nisbatan ishlatiladi, ular esa dushmanlar, davlat organlari bo'lsin, boshqa idoralar bo'lsin, dushman sifatida ko'rsatilib, oppozitsiya qo'llaniladi. Bu bo'linish tarafdorlar orasida birlik va dushmanga nisbatan nafratni kuchaytirishga olib keladi. Uchinchidan, bunday matnlar qahramonlik va shaxsiyatni targ'ib qiladi. Bu orqali tarafdorlar o'z hayotlarini guruhning maqsadlari yo'lida qurbon qilishga tayyor bo'lish kerakligi uqtiriladi. To'rtinchidan, ekstremist matnlar ko'pincha diniy va ideologik asoslarga tayanadi.
Bu ahdoflar tarafdorlar uchun motivatsiya va huquqiy asos sifatida xizmat qiladi. Beshinchidan, ekstremist metod qo'rqitish va zo'ravonlikni targ'ib qiladi. Bu orqali dushmanlarni qo'rqitish, tarafdorlarni harakatga keltirishni maqsad qiladi. Ekstremist metod leksikasi biz va ular dikotomiyasidan maxsus terminologiya, emotsional leksika, qo'rquv, nafrat, g'azab, qonuniy adolat talablari, adolat, qonuniy haqiqat, inson huquqlari, ta'sir, kurash, uyg'otish, nafrat, qo'rquv, umid, qo'rqitish leksikasi, tahdid, qo'rqitish, ta'zir, zo'ravonlik leksikasi, zo'ravonlik, jang, asos, qurol, qahramonlik va shaxsiyatlik kabi leksik semantik maydonlarga ajratish mumkin. Birinchidan, ekstremist leksikani kamsituvchi mafhum bo'ladi. Tashqi guruh vakillari inson sifatida emas, balki hayvon va boshqa pastki mavjudotlar sifatida tasvirlovchi so'zlar. Bu ularni yomonlash, ularning huquqlarini inkor etishga yordam beradi. Ikkinchidan, ekstremist leksika ichki guruhni o'zidan qurbon yasashga xizmat qiladi. Ya'ni ekstremistlarning o'zi tashqi guruhni zo'ravonlik natijasida tahdid ostida ekanligini ta'kidlaydi. Bu ichki guruh birlashish, ularni harakatga qilish, undash uchun ishlatiladi. Uchinchidan, ekstremist leksika vositasi tashqi guruhga qarshi salbiy tahdidli tavsiyalar shakllantiradi. Bu esa ichki guruhni o'zini himoya qilish, o'z manfaatini himoya qilish uchun zarur bo'lgan asosiy motivatsiyani shakllantiradi. To'rtinchidan, ekstremist ideologiyalarni qo'llab-quvvatlovchi iboralar o'z g'oyalarini, e'tiqodlarini kuchaytiradigan, ularni oqlovchi yoki asoslaydigan vositalardan foydalanadi. Bu ekstremist harakatni qonuniylashtirishga yordam berish ta'kidlanadi. O'zbek tilida shakl va qo'shimchalar tizimi ekstremist matnlarda alohida o'ringa qo'yilgan. O'zbek tilida inson til bo'lganligi uchun so'zlarda qo'shimchalar qo'shish orqali turli grammatik ma'nolar hosil qilinadi. Ekstremist matnlarda ham bu jarayon keng bog'lashadi. Masalan, keskinlikni ifodalash uchun dan kabi kelishishlardan foydalanadi. Fe'l shakllarida esa buyruq mayli va hozirgi zamon shakllari ustunlik qiladi. Buyruq mayli ekstremist matnlarda ko'pincha shoshilinch choralar ko'rishni talab qilgan ishlatiladi. Qo'shimchalar orasida ko'plik qo'shimchasi, lar qo'shimchasi, ler, qor ishlatiladi. Chunki ekstremist matnlarda ko'pincha guruhlar, jamoalar, ko'p sonli odamlar haqida gap ketganda lar, ler asosiy qor qo'shimchasi sifatida ishlatiladi. Ekstremist matnlarda sintaktik morfologik bog'lanishlar ham o'ziga xos xususiyatga ega ekan. Masalan, gaplarning qisqa va aniq bo'lishi tufayli ko'pincha soddalashtirilgan sintaktik tuzilmalar ishlatiladi. Har bir xususiyatni dalillovchi misollarni taqdimotimizda keltirilgan misollar. Ekstremist matnlarda tahdid ritorikasi, vaqt chegaralangan ritorikasi, qarshilik ritorikasi, romantik ritorika, ijtimoiy adolat ritorikasi, mifologik ritorika, leksemalar va iboralar birikmalari, takror parallel tuzilish kabi sintaktik qurilmalar keng foydalanadi. Bularning har birining jadvalda misollarni keltiramiz. Tahdid va vaqt chegaralangan mazmunda ritorika shart ergash gapga qo'shma gaplar qo'llanishi mumkin. Umuman olganda ekstremist targ'ibotni buyruq istak konstruksiyasi faol qo'llanish misollari keltirilishi mumkin. Parallel tuzilish sintaktik xususiyatlardan biri bo'lib, har bir grammatik tuzilishga ega bo'lgan gaplar, iboralar ketma-ket ishlatilishiga o'ziga xos usul sanaladi. Bu usul matnning ritmini oshiradi, esda qolishni ta'minlaydi. Sintaktik parallelizm bir xil sintaktik tuzilmalarni takrorlash orqali yaratiladi. Bu matnning ta'sirchanligini oshiradi. Ekstremist matnlarning hududiy xosligini aniqlash quyidagi holatlarda zarur. Ekstremist matn muayyan hududga xos dialektal xususiyatlarni namoyon etishi etmasligini aniqlaydi. Ekstremist matn tarqalish joyini taxmin qiladi. Ekstremist matnning qaysi ekstremist guruh g'oyalariga mos ekanligini aniqlaydi. Ekstremist matnlarning shevaviy xususiyatlari auditoriya bilan bog'lanishi ta'sirchanlikni oshirishga muhim rol o'ynaydi. Ekstremist matnlar dialektal unsurlarni qo'llanish xususiyatlari quyidagicha berilishi mumkin. Birinchisi, auditoriyani aniqlash va yaqinlashtirish vositasi. Ekstremist matnlarda ko'pincha ma'lum bir hudud ijtimoiy qatlamga qaratilgan bo'ladi g'oyalar. Shevada gapirish yoki yozish o'quvchi yoki eshituvchini biznikilardan degan hissiy yaqinlik uyg'otadi. Bu auditoriya bilan bog'lanish imkonini beradi va ularni o'z g'oyalariga jalb qilish imkonini beradi. Ikkinchidan, hududiy birlik va biz ular qarama-qarshilik xususiyati. Shevaviy elementlar orqali boshqa hududlarni boshqacha begona qilib ko'rsatadi. Bu o'z navbatida ijtimoiy ajralishni kuchaytiradi va ma'lum bir guruhni o'zaro birlashtiradi, boshqalarni esa ajratadi. Chunki top adabiy tildan chekinish orqali norasmiylik yaratish. Ekstremist matnlar odatda rasmiy tildan chekinadi, norasmiy tilga o'tadi. Bu matn xalq tilida aytilayotgandek tuyuladi va bu ishonch uyg'otadi. Bu esa auditoriyani e'tiborini jalb qiladi va o'ziga tortadi. Ekstremist matnlar mualliflarning gender xususiyatiga ham e'tibor qaratdik. 3-bo'limimizda bunda nimalar keltirilgan? Ekstremist matnlar muallif gender xususiyatlari bir necha nazariya so'rovlar orqali tahlil qilindi. Bu nazariyalar gender rollarini, stereotiplarni va ijtimoiy munosabatlarni tushunishga yordam beradi. Chizmada keltirilishicha bizning tadqiqotimiz uchun kerakli tahlillarni amalga oshirganmiz. Muallifning jinsi, leksik, sintaktik, paradigmatik vositalar orqali anglash mumkin.
erkak va ayollarning lingvistik uslubi o'ziga xos tildan bir-biridan farq qiladi. Masalan, ekstremist matnlar erkaklar ko'proq kurashamiz, yo'q qilamiz, ko'proq agressiv leksik vositalarni qo'llashiga guvoh bo'lganmiz. Ayollar esa bundan teskarisi, hissiy ifodalar, masalan, ko'nglimizni olingizda, adolat kerak, bizga muruvvat qiling, farzandlarimizni asrashimiz kerak kabi iboralar ishlatiladi. Erkak matnlarida qisqa, buyruq ohangdagi gaplar ko'proq uchrasa, ayollarda esa hissiy ohangga ega bo'lgan murakkab gaplar ifoda maqsadli qilinadi. Erkaklar matnlarida amaliy yo'naltirganlik ko'proq seziladi. Ayollarda esa muloqot mazmuni hissiy jihatdan boy emotsional leksikadan foydalanganini guvoh bo'lamiz. Ekstremist matn mazmunida undagi insoniy pragmatik vositalardan muallif yoshini aniqlashi mumkin. Yosh mualliflar ko'pincha o'z hissiyotlarini ochiq ifodalaydi. Ekstremist matnlarda bu qizg'in hayajonli til orqali namoyon bo'lishi mumkin. Ular o'z hissiyotlarini kuchli, ta'sirli tarzda ifodalab, o'z o'quvchilarini kuchli ta'sir o'tkazishga harakat qiladi. Yosh avlod vakillari matnlarni zamonaviy jargonlar, qisqartmalar uchratishimiz mumkin. O'rta, keksa yosh vakillar guruh vakillarida nutqda keskin radikalizatsiya, anti-nasihat, tashviqot g'oyalari asoslanadi. Shuningdek, diniy manbalardan voz keltirish, fikrlarni dalillashga urinish iqtidori qiladi. Keksa avlod matnlarida ogohlantiruvchi, maslahat ohangidagi gaplar qo'llaniladi. Muallifning yosh xususiyatlarini aniqlashda ekstremistik matnni maqsadli tahlil qilishga yordam beradi. Bu mavzuning ijtimoiy tajribasi, til madaniyatini tahlilni chuqurlashtirishga imkon beradi. Tahlillarimizda tahlilimizda umumiy xulosalarimiz keltirilgan va umumiy xulosalarimizda debat tadqiqot tahlillari natijasida quyidagi ilmiy yangiliklarga duch keldik. Bu dissertatsiyamizda ham bor, hamda projektlarimizda keltirildi. Ormanlar demek tam talep olmaz mümkün lekin öyle çıkıyor bakın bütün yakında sorular var. Bundagilar marhamat savol sepeliler. Ruxsat bering. Menda savol bor, ruxsat bering. Marhamat domla. Assalomu alaykum, hurmatli rais, qadrli kengash a'zolari. Juda ham bizga kerakli bo'lgan mavzuni ko'targanda shunday savol bor. Siz o'shalik mavzulashtirganda diniy yo'nalishdagi so'zlar ichiga mo'min, muslim degan so'zlarni kiritgansiz. Bu endi umumiy diniy tushunchada u meni nazarimda mo'min bilan muslimlik hech qanaqaligi ekstremistik holat bilan bog'liq joyi yo'q. Ikkinchidan, mana men juda ham yaxshi bilaman, ayniqsa Andijonda prorektor bo'lib ishlaganimda o'shaligi akromiylar, vahobiylar, qora sallalilar degan oqimlar bordi. Nihoyatda haqiqiy ekstremistik oqimlar edida. Men abtureferatingizga qarab chiqdimda, bizga eng kerakli bo'lgan, chunki o'shaligi diniy ekstremizmga a'zo bo'lganlarning 55% andijonliklarda, ular bilan gaplashganmiz. Hatto shunday holatlar bo'lganki, biz bilmaganmiz, ular yonimizda yurgan. O'shalar haqidagi mana shu yaqqoligi ekstremistik mazmunni beradigan shu so'zlarni abtureferatingizda ko'rmadim, balki dissertatsiyangizda bordir. Nega olmagansiz? Agar olmagan bo'lsangiz, o'sha akromiylar, vahobiylar, qora sallalilar 500 ta bor bunaqalar, oqimlar, 500 dan ortiq oqimlar borda. Oldindan rahmat javoblaringiz uchun. Marhamat. Bitta savol bo'ldi. Ustoz olimga katta rahmat savollaringiz uchun. Biz O'zbekiston Respublikasida bizda o'zi bu keltirilgan siz aytayotgan diniy tashkilotlar, bular O'zbekiston Respublikasida taqiqlangan manbalar sanaladi. Ularning ishlari yoki ularning Manba emas, oqmi. Yoki bir guruh. ularning matnlari taqiqlangan matnlar guruhiga kiradi va ularning matnlarini telegramlarda o'qilish yoki tarqatish O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq hisoblanadi. Va biz bunda matnlardan foydalanishda ustoz O'zbekiston Respublikasi Oliy sudning 244-moddasi bilan O'zbekiston Respublikasi 244-moddasi bilan javobgarlikka tortilgan matnlardan foydalandik. Mana bu matnlarni biz korpusda ham shakllantirib, qo'lingizga ustozlar qo'yganmiz. Mana 200 dan ortiq matnlar keltirganmiz. Endi keltirgan shu matnlardan foydalandik. Va bunda aytgan masalan mo'min muslim so'zlar keltirilgan. Bu nimani ta'minot qiladi? Bu leksik semantik birlik natijasida bu o'sha matnlarda asosiy qurol sifatida bu din e'tirof etilgan. Din ya'ni jamiyatga qarshi oppozitsiya qarshi qo'yilgan. Shuning uchun bu so'zlar o'sha bitta matndagi bir nechta semantik uyarni tashkil qilgan. O'sha mo'min,
islom yoki masalan muslim, masalan bizga qarshi qo'yilyapti, musulmonlarni ezyapti, musulmonlar bu davrda qiynalyapti. Biz musulmonlarga qarshi qaratilgan bir qancha agressiv ma'noni anglatish uchun bu semantik uyani tashkil qilganligi uchun men diniy ekstremistik matnlar guruhida mana shu semantik uyani tashkil qilib olganman. Keyin men ikkinchi savolingizga nima uchun mana bu biz o'zim keltirilganda masalan bizning dissertatsiyamizda keltirilgan matnda o'zi IShID, havoriylar, keyin va bir qancha ekstremistik tashkilot deb atalgan va ularni matnlarini tarqatib javobgarlikka tortilganlarni matndan foydalangan holatda ishimizda o'shalarni konseptual tahlil qildik ishimizda. Rahmat. Yani kişi sistematik sorunu değişimine göre yolda aktivitelerde demek şunlar aksi etmegen yani dissertasyon var mı diye soru oluyor da. Bir şey gerek. Aktivitelerde getirim yapmagen de dissertasyonda bunu kaydetmemiz için sorun yol geçiyor gerek. Yani marhamat kimde kalan sorular var? Assalomu alaykum ustoz. Savolim Alaykum. bor edi. To'yir va Tamam. Guli Ibragimman, Buxorodan. Ustoz yaxshimisiz? Yashil Rusum kengash a'zolarining barchalariga salom deymiz. Buxorodan issiqlarda charchamang. Yaxshi eshitib turdik. Ish bilan tanishdim. Avtoreferat yuborilgan ekan. Savolim bor edi ikkita. Birinchi savolim, mana shu taklif qilingan tasnifingizning cheklangan tomonlari nimada? Javob uchun rahmat. Gördün mü? Tamam. Böyle yani Qaytib takrorlaymiz. Aha, Taklif qilgan tasnifingiz, ishda berilgan tasniflaringiz, bergansiz tasnif. Mana shu tasnifingizni cheklangan tomonlari nimada? Mana siz ekstremistik matnlarning asosiy tasniflarini bergansiz. Tushundingizmi? Jinsiy ekstremizm, diniy ekstremizm, ijtimoiy ekstremizmlarning tasniflarini bergansiz, to'g'rimi? Burada cheklanganligi deganda nima nazarda tutasiz? Cheklangan deganda nima nazarda tutasiz? Böyle yani tekrardan şunu yaptı savalı yigit. Ha, tushunarli, hozir. Cheklanganlik deganda nimani tushunasiz? Shu joyini aytmoqchimiz, shunday demoqchimiz. Cheklangan deganda qaysi tomonlarini demak cheklab qo'ydingiz mana shu yerda. Shuni so'ramoqchi bo'lyapman. Çekilov. Cheklov qo'yib, biz uni bu matnlarni bo'lishimizda uning bir nechta xususiyatlarini e'tiborga oldik. Diskursiv tahlil qildik, pragmatik xususiyatlarini oldik hamda semantik ma'nolariga e'tibor qaratdik. Uning o'sha matndagi yashirin ma'noda qanday ma'no anglatishi. Masalan, o'sha agar biz diniy ekstremistik matn deb olgan bo'lsak, bu yerda dinga qarshi qaratilgan va dinni e'tirof etib yoki davlatga qarshi qaratilgan matnlarni oldik. Masalan, siyosiy ekstremizmni olayotgan bo'lsak, bunda demokratiyaga qarshi qaratilgan va davlatga qarshi qaratilgan matnlarga nisbatan o'shalarni oldik. Mana shu bizdan bir nechta mezon qilib oldik o'zimizga. Bu pragmatik mezon, diskursiv mezon va semantik ma'nosidan kelib chiqqan holatda mana shu tahlilga tortdik. Böyle bo'ladi. Javob Ha, ma'lum. rahmat. Ikkinchi savolim ham bor edi ustoz. Evet. Sud ekspertizasida ishlab chiqilgan mezonlaringizni qanday qilib tatbiq qilish mumkin? Tushunarlimi? Mezonni hayotga tatbiq qanday amalga oshiriladi? Biz takliflar sifatida ham buni keltirib o'tdik ustoz. Biz oliy ta'lim muassasalarida buni darslik sifatida taklif qilmoqchimiz. Bundan tashqari o'sha Interpolda yoki Hajji Sulaymonovada mana shu mezon sifatida mana shu qanday matnlarda qanday semantik uyalar va qanday leksik birikmalar qo'llanilgan holatda matnlarda qanday matnlarimiz diniy ekstremistik matn, siyosiy ekstremistik matn yoki ijtimoiy ekstremistik matn kabi turlarga bo'linishi haqida o'zimizning mezonlarimiz, tavsiyalarimizni berib, mana shuni tatbiq qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Kengash ishlariga omad tilayman. Ustozni ham, sizni ham tabriklayman. Muvaffaqiyat ishlaringizga, tezroq diplomlarni oling. Rahmat. İkinci babının demek dördüncü paragrafı gerçekleştirdi. Ekstremistik maddenin sintetik sözleri. Bana şöyle demek ekstremistik maddelerin sintetik sözleri. Adabiyatının sintetik me'yorlaridan nimasi manfaatlar? Ustoz, savol uchun katta rahmat ustoz. Asosan biz nimalarga e'tibor qaratdik? Bu yerda ekstremistik matnda qo'llangan sintaktik birikmalarga e'tibor qaratdik. Bu yerda nimalarga e'tibor qaratdik? Masalan, manipulятsion ta'sir qilish uchun bir nechta sintaktik qoliplardan foydalangan.
Masalan, takror so'zlardan, sintaktik parallelizmdan, ya'ni bu nimasi beradi? Masalan, ozodlik. Masalan, biz adolat istaymiz. Bizga tinchlik kerak. Sintaktik parallelizmga ham insonda manipulятsion ta'sir kuchini oshiradi. Bu lingvistik vositalar insonda yanada o'sha g'oyaga targ'ib qilishga, o'sha g'oyaga singib olishda bu qurilma sintaktik vositalar asosiy rol o'ynaydi. Shunga nimalarga e'tibor qaratdik ustoz? Bu yerda sintaktik qurilma asosan o'sha masalan shart mayldagi so'zlar yoki shart mayldagi so'zlar, masalan, mamlakatlardan tozalashni istasangiz qat'iy harakat boshlang. Agar yurtimizni ulardan tozalamasak, biz kelajakda millatimiz batnon bo'ladi. Ko'rasiz, shart mayli shakldagi qo'shma gap. Bu yerda nimani anglashadi? Birinchisida o'zida asosiy g'oya beryapti, ya'ni o'sha davlatga qarshi qo'yilyapti. Ikkinchisida qo'rqitish, predikativ belgi sanaladi, qo'rqitish ma'nosida aytiladi. Ya'ni ertaga bugun sen bu ishni qilmasang yoki bizga qo'shilmasang, ertaga seni bolalaring yoki biz tanazulga uchraymiz deganman. Bu ham asosiy vosita bo'larkan, ustoz, sintaktik qurilmasi, sintaktik kategoriyalar mana shu diniy ekstremistik matnlar, siyosiy matnlarning qo'llanishi va targ'ibotiga va ta'sir kuchini oshirishga xizmat qiladi. Endi bu mana sizda aytyapsizki, qoliplar adabiy til me'yorida ham bor-ku. Adabiy tilda me'yor bor, lekin bu qoliplar manipulятsion xarakterga ega bo'lib, ta'sir kuchini oshiradi, o'sha g'oyani ta'sirini oshiradi. Masalan, bitta narsani keltirgan ekan ustoz, ikkita shokolad, tadqiqotga ko'rdim. Ikkita shokoladni 15 kun davomida bittasida ikkita guruhga berilib, har 15 kun davomida birinchisida yaxshi gapirilib, yaxshi so'zlar ishlatilgan, ikkinchisida esa yomon bemor so'z ishlatilgan va o'sha assotsiativ ma'no shakllangan, o'sha shirin gaplar aytilgan fikrda o'sha nisbatan assotsiativ ma'no, ya'ni yaxshi degan tushuncha. Ikkinchida esa ikkinchisi yomon degan. Bu ham har qanday matnlar, mana implitsitik ma'no, yashirin ma'nosi orqali bu vositalar o'sha g'oyani targ'iboti uchun, o'sha g'oyani yanada kengroq uchun qo'llanilishi asosiy belgi sanaladi. Hop, endi bu ekstremistik matnlarning aksariyati yaqin nima bo'ladi? Endi bu ananiy bo'ladi. Shundaymi? Yo ananiy bo'lmagan matnlar ham bormi? Ismi sharhi qo'yilgan, misolga taxallus qo'yilganlar ham bormi? Ustoz, mana shularda mana sheva elementlari haqida gap ketyapti bu yerda. Shularni bir ikkita misol bering. Sheva ko'p bizda, to'g'rimi? Regionlar bo'yicha. Birortasi bering, mana misolchi mana bu Chog'lar, mana bu O'g'iz yoki Qarg'on bilan yoki Buxoro, Toshkent, Samarqand yoki Farg'ona. Bunday misollar bormi? Xo'p, shu prezentatsiya bo'yicha har biriga misollar keltirgan ustoz. Hozir prezentatsiya bo'yicha oxirida o'tamiz. O'sha yerda shevaga oxir. Bu ekstremistik matnlarimizdagi xususiyatlarimizni kollektiv e'lon o'tkazasiz. Bu yerda berganman, Qashqadaryo va Xorazm shevasini duch keldik. O'tkazdik. Tepaga chiqaring. Bu ekstremistik yanlışlıkla yana bitta pasaj. Pasaj. Yana pasaj. Maqol ruxsatlar, sintaksis har birini nimaga keltirilgani. Keyingi bobda uchinchi bob. Qashqadaryo shevasi shunday. Mana. Mana shu yerda keltirganmiz. Men ustoz bizning dissertatsiyamizda qo'llangan, biz buni bir ma'lum bir qismi qilib oldik ustoz. Uni biz nima uchun avtorizatsiyasini oldik o'zi? Avtorizatsiya nimaga kerak degan savol bizni qiynadi. Chunki avtorizatsiyada biz bilmoqchi edikda, bu matnlar o'zi nimasiga ko'ra mualliflik belgisi, shevaga oid so'zlarni, gender xususiyatlari ham bu matnni kengroq targ'ibotiga xizmat qilar ekan. Masalan, agar men surxondaryolikman, men o'zimni shevamda yozsam, meni matnim ko'proq hududim Surxondaryoga kengroq tarqalar ekan. Va bu narsa muhim aspekt sifatida oldik buni. Masalan, mana qarang, Qashqadaryo shevasida buni kerak. Gapi qachongacha indamay yurakchilik. Ular kelyapti-ku, o'g'lim, biz ham bir yoqqa chiqib bir ish qilishimiz kerak. Bu ekstremist matn olingan, lekin bu nimani beryapti? Bu orqali o'sha hududda, masalan, o'sha o'qiyotgan adresant buni o'qiydi-da, aytadi, ya deydi, demak bu deydi, bu yaqinlik tushunchasini beradi. Ya'ni o'sha matnga ishonchlik oshiradi va o'zi bilmagan holatda bu matnni targ'ibotiga tushib qoladi. Bu ustoz ekstremistik g'oyalar yoki masalan u shovinistik g'oyalar, millatchilik g'oyalar bir kunda bo'lmaydi yoki bitta matnda emas. U asta-asta bir necha bosqichlar davom etadi. Masalan, bitta matnda olayotgan bo'lsak, 2020 va 23-yil millatchilik g'oyalarini targ'ib qilgan guruhlar bo'lsak,
Shu 3 yil davomida bitta Instagram profilda har doim millatchilik g'oyalar targ'ibot qilib yurgan. Va natijada bu katta Mayli. qaror olib keldi. Ikkinchi emas, xorazmcha emasmi? Bo'ldi, yetarli bo'ldi. Yana boshqa so'rovlar bo'lmasa, to'xtasakda, ha? Abjaloq bormi, marhamat? Assalomu alaykum ustozlar. Hurmatli rais, ustozlar. Tabriklayman dissertantni. Chunki seminarda ham ancha fikr mulohazalar bo'ldi. E'tiborga olibsiz. Hozir ko'ryapmiz, mana referatda ancha o'zgarishlar bor. Savol hozirgi nutqingizdan ham kelib chiqyapti. Targ'ibot deyapsiz, da'vat deyapsiz. O'zi ekstremistik matnlarda da'vat kuchlimi, targ'ibot kuchli bo'ladi. Va ularning elementlari ikkalasini bir-biridan ajratish mexanizmi bormi? Hop, keyingisi gender haqida ko'p so'zladingiz. Genderga xos bo'lgan chastotani aniqladingizmi? Masalan, anonim matnlarda hozir juda katta masala ko'tarilgani, anonim matnlarni u ayol muallifmi, erkak muallifmi aniqlash uchun ularni matnlarni ajratib, ya'ni o'qib olib tahlil qilganingizda chastota aniqladingizmi? Qanday so'zlar ko'proq qo'llanilar ekan? Nima, qaysi belgilar orqali ajratsa bo'lar ekan? Doim savol. Rahmat savol uchun. Ustoz, biz duch keldik. Matnlarga duch kelganimizda targ'ibot ham bor, da'vat ham bor. Asosan boshida bizda mana shu ma'noda, yashirin ma'noda kelganimizda ekstremistik matnlarga duch keldik. Birinchi ma'nolarida asosan birinchida targ'ibot ma'nosida fikr yo'llar. Masalan, diniy ekstremistik matnlarda din yo'llar. Masalan, yangi yil, masalan, o'sha yerda matnimiz keltirilgan. Shart emas. Javob beraver. Misol keltirgan. Matnda yangi yil degan. Qor bobojon, qor bobo, jahannamda yon bobo. Seni doim ostilar, jahannamga bostilar. Mana bu yerda nima qoladi? Oddiy o'qigan qarasak, bu yerda yangi yil va dinga qarama qarshi qo'yiladi. Bu yerda masalan uni da'vat deb aytilmaydi. Masalan, bu yerda targ'ibot aslida dinda targ'ibot qilyapti. Ya'ni mustaqil yangi yil tushunchasiga qarama qarshi qo'yiladi. Ki bu ta'sirli aytadigan haqiqatan ham bu to'g'ri degan tushuncha bo'ladi. Va buni she'r qiladi, tarqatsin boshqalarga boshqa. Keyin natijada o'zi bilmagan holatda uni targ'ibotiga shug'ullanib qoladi. Va da'vatni o'zi bilmagan holatda o'shani o'zi bilmagan holatda targ'ibotiga aylantirib qoladi. Mana shu masalalar duch keldi. Keyingisi ayollar masalasi ustoz. Ayollar unga ham duch keldi. Chiqardi ustoz. Bu yerda keltirdik. Biz ayollar nutqini, ekstremistik matnlarda qo'llangan ayollar nutqini ko'rib chiqqanimizda bir qancha biz bitta toifada eksperiment o'tkazdik. 25 yoshgacha 35 25 yoshgacha 35 va 45 yoshga yuqori. Ularni qanday bir ekstremistik matnlarda qo'llangan birliklar, ayollar qo'lga xos birliklar keltirdik va u yerda ko'proq bizda yuqori foizda kirish so'z birikmalari 33% tashkil etdi ustoz. So'z kuchaytirish shunday o'ta nihoyatda so'zlar 34 ta. Asosan ekstremistik matnlarda diskriminatsiya bo'ladi. Nimaga? Ekstremistik matnlarda ko'proq ayollarga nisbatan ayollar ko'proq uy o'tirish kerak, uy ishlarini bajarish kerak, ojizlar sifatida ta'riflangan. Erkaklarga esa frontga chiqish kerak, agressiv leksika ko'proq erkaklarda qoladi. Va shuning uchun masalan ko'pincha ayollar o'zini ko'rsatish uchun ham ba'zida o'zlari qurbon qiladi. Masalan boshqa qilib, bunda ham asosiy leksika psixologik ta'sir orqali, ya'ni ayollarga nisbatan bunday matnlarda diskriminatsiya hodisasi yuz beradi. Ya'ni atalgan ko'proq ustuvorli narsalar. Tushunarli. Bo'ldimi internet? Mana shu yerda to'xtatamiz. Yana sizdan izoh berasiz. So'zni men mana shu ishga ilmiy rahbarlik qilgan firmalarga professor Baxtiyor Niyazov nomini beraman. Bu kishining bizning xulosasini olganmiz. Agar Baxtiyorjon qo'shimcha fikringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum muhtaram rais. Men ishning mavzusining dolzarbligi, ilmiy yangiliklarining asosliligi va natijalarining aniqligini e'tirof etgan xulosamni kengashga tavsiya etganman, taqdim etganman. Shu xulosa bilan cheklanishga ijozat bergaysizlar. Rahmat, omon bo'ling. Hop, endi navbat ilmiy kotibliklarda dissertatsiya hamda avtoritet haqidagi tegishli muassasalardan ilmiy seminar xulosalari va yetakchi tashkilotdan tahlillar kelgan shu tahlillar xususida sizga ma'lumot beradi. Marhamat. Murodov Abdurashid ishning dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot Qarshi davlat universitetida 2026-yil 11-iyulda bo'lib o'tgan yig'ilishda xulosa berilgan. Tashqi qarz bayonnomasida Murodov
Abrorning Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori besh dissertatsiyada erishilgan yutuqlar sifatida quyidagilar qayd etilgan. Bu yerda ham bir qancha bandlardan iborat ijobiy tomonlari yoritilgan. Tadqiqotda o'zbek tilshunosligida ilk bor ekstremistik matnni kategoriyalashtirishning lingvistik mezonlari ishlab chiqilgan. Ekstremistik matnlarni avtorizatsiyalashda muallifning individual uslubiy belgilarini aniqlashga xizmat qiluvchi lingvistik indikatorlar tizimlashtirilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha chop etilgan ilmiy maqolalar va boshqa ilmiy ishlarda tadqiqotning asosiy mazmuni hamda ilmiy natijalar to'liq o'z aksini topgan. Shu kabi ijobiy fikrlar bildirilgan. Dissertatsiya haqida ayrim mulohazalar ham bildirilgan. Birinchi, dissertatsiyaning nazariy qismida ayrim xorijiy olimlarning qarashlarini umumlashtirish ishning ixchamligini yanada oshirgan bo'lar edi. Ikkinchidan, ayrim ekstremistik matnlar bo'yicha lingvistik ekspertiza natijalari jadval va grafiklar orqali kengroq ifodalanganda tadqiqotning amaliy qiymati bundan ham ortar edi. Uchinchi, avtorizatsiya jarayonida ayrim lingvistik indikatorlarning statistik ko'rsatkichlari batafsilroq yoritilganda ilmiy natijalarning ishonchliligi yanada kuchliroq namoyon bo'lar edi. 21-yil dissertatsiya. Ayrim boblarda nazariy tahlil bilan bir qatorda amaliy ekspertiza misollarni ko'paytirish maqsadga muvofiq. 5. Dissertatsiya matnida uchraydigan ayrim imloviy uslubiy va ishoraviy xatolar bartaraf etilsa, ishning sifati yanada oshgan bo'lar edi. 59-80. Bildirilgan fikr mulohazalar dissertatsiyaning asosiy ilmiy saviyasiga ko'tarilgani ta'kidlanib, 5 ijobiy baholangan tashkilot tomonidan. Bamranov Abrorning dissertatsiyasi avtoritar respublikamizning hamda xorijiy oliy ta'lim muassasalari mutaxassislaridan tahrirlar olindi. Renessans ta'lim universitetida filologiya fanlari doktori, dotsent Eshbayev, Termiz davlat pedagogika institutida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Mo'minova, Andijon davlat universitetida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Ismoilov, Urganch Ranch texnologiya universitetidan filologiya fanlari nomzodi dotsent Ro'zimbayev imzosi bilan Istanbul universiteti Turkiyada hozirgi zamon turkiy tillari va adabiyotlari kafedrasi o'qituvchisi doktor Ma'mura Mamatulova O'skan imzosi bilan Shahrisabz davlat pedagogika institutidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Mo'minova, Denov tadbirkorlik va pedagogika institutidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Jo'rayev imzosi bilan Sharof Rashid nomidagi Samarqand davlat universitetidan filologiya fanlari nomzodi dotsent Mahmadiyev imzosi bilan Abrayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetidan filologiya fanlari doktori professor Norboyeva imzosi bilan Qo'qon davlat universitetidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Haziljonova imzosi bilan Navoiy davlat universitetidan filologiya fanlari doktori professor Yo'ldashev imzosi bilan Ertak nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetidan filologiya fanlari nomzodi dotsent Ibragimov imzosi bilan Bamranov Abdurashidovning dissertatsiyasi avtoritetga yuborilgan tahrizlardan dissertatsiyaning quyidagi yutuqlari keltirilgan. Bu yutuqlarimiz 8 martadan iborat yutuqlari sanab ko'rsatilgan. Bundan ba'zisi tadqiqot mavzusining dolzarbligi asoslangan bo'lib, ekstremistik matnlarni lingvistik ekspertiza nuqtai nazaridan kategoriyalashtirish va avtorizatsiyalashning nazariy hamda metodologik asoslari izchil yoritilgan. Tadqiqotda ekstremistik matnlarning leksik, morfologik, sintaktik va pragmatik xususiyatlari, manipulyativ strategiyalar, baholovchi birliklar, ideologik konseptlar va kommunikativ ta'sir mexanizmlari chuqur tahlil qilingan, alohida qayd etilgan. Shu kabi boshqa matnlarda ijobiy fikrlar bildirilgan. Berilgan tahrizlarda dissertatsiya avtoritaratining mazmuni yoki tuzilishiga doir ham quyidagicha mulohaza va takliflar bildirilgan. Renessans ta'lim universitetidan kelgan tahrizda Eshbayev tahrizida lingvistik ekspertiza uchun maxsus elektron matn korpuslarini shakllantirish, sun'iy intellekt asosidagi stelometrik modellarni qo'llash hamda ko'p tilli ekstremistik diskurslarni qiyosiy tahlil qilish
tadqiqotning ilmiy va amaliy salohiyatini yanada oshirgan bo'lar edi degan tavsiya berilgan. Urganch davlat universitetidan kelgan tafrizda, Norboyeva tafrizda turli ijtimoiy tarmoqlardan olingan real matnlar korpusini kengaytirish, ularning statistik tavsiyalarini batafsilroq yoritish hamda xorijiy lingvistik ekspertiza standartlari bilan qiyosiy tahlilni kengroq berish maqsadga muvofiq bo'ladi degan mulohaza bildirilgan. Qo'qon davlat universitetidan kelgan Faziljonova tafrizda neyron tarmoqlar tabiiy tilni qayta ishlash va katta til modellari asosida ishlovchi zamonaviy algoritmlarni imkoniyatlarini kengroq yoritish hamda turli janrdagi va tillardagi ekstremistik matnlarning qiyosiy korpusini shakllantirish istiqbollari batafsilroq ochib berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi degan tavsiya berilgan. Samarqand davlat universitetidan kelgan Mahmadiyev tafrizda ekstremistik matnlarni avtomatik aniqlashda sun'iy intellekt va mashinali o'qitish algoritmlarining qo'llanish imkoniyatlari hamda turli tillardagi ekstremistik diskurslarning qiyosiy tahliliga oid misollar yanada kengroq yoritilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi degan mulohaza bildirildi. Umuman olganda qayd etilgan tadqiqotlarning barchasida Qurbonmurod Abror Abdurashidovichning tadqiqoti ijobiy baholanib 10.0.11 amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi oldiga qo'yilgan talablarga to'liq javob berishi ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiya avtoritarati va e'lon qilingan ilmiy ishlar oliy attestatsiya komissiyasi talablariga haqiqatan muvofiqligi, uning muallifi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga munosib ekani alohida. Rahmat e'tiborlaringizga. Rahmat. Ilmiy kotib savollar bormi? Tushunarli. Birorta taqdim o'tishga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi? Rahmat. O'tiring. Endi desatdan marhamat, sizga o'shaligi tushgan taqdimlar, yetak tashkilotning fikrlariga javob berishingiz kerak. 8-10 kunlar deyapti. 46-48 bo'ladi. Bugun 55 da. Avvalambor rahmat aytaman. Sinflar davlat universiteti tahlillar imkoni yaratish ko'plar bugun juda ham dolzarb va kerakli, chunki agar biz mana shu integratsiya qilishga yo'nalsak, hozir bir nechta grant loyihaga topshirganmiz, shuni integratsiya qilish masalasida sun'iy intellekt va ularni birgalikda agar bu narsa qilinsa, odam ehtiyojiga hojat qolmaydi, chunki o'zi sun'iy intellekt o'zi integratsiya qilib beradi va ularni tahlil qilishga erishishimiz mumkin. Shu bo'yicha bir nechta loyihalarga topshirganmiz, grant loyihalari xalqaro va O'zbekistonda. Agar shu muvaffaqiyatli yutib chiqdi, xudo xohlasa, bu mana shu loyihamizni davom ettirib, keyinchalik sun'iy intellekt NLP sohasida birlashtirilgan holatda yangi ilovalar va yangi modellar ishlab chiqishga harakat qilamiz. Rahmat. Yetakchi universitetimiz Qarshi davlat universiteti bildirgan fikrlarga o'zimiz javobimiz bor. Birinchi mulohazasida ushbu tavsiya o'rinli. Gavshan Galikov va Glik Russian kabi bir qancha xorijiy olimlar fikrlari alohida bayon etilgan. Yakuniy tahlil qarashlar mazmuniga yaqinlashtirib, umumlashtirilgan xulosalar shakli ixchamlashtiriladi va nazariy qismlarini o'qilishni yengillashtirishda oxirida tahlil qilmoqchimiz. İkinci mulohaza ayrim xizmatlar bo'yicha ekspertiza natijalari jadval grafik orqali bizning fikrimizcha keltirilgan jadvallarimiz yetarli, o'zi juda ham jadvallarimiz yetarli darajada hisoblaymiz. Keyingi ishida 3-bobda o'zgar bo'yicha katta ma'lumotni aniqlashda gender, yosh indikatorlar tahlil tavsiyalarida berilgan. Yakuniy variantda ushbu indikatorlar bo'yicha masalan tekshirilgan matnlar orasida muayyan belgi statistik jadval qo'shilishi degan. Bu yerda biz asosan bunda bir qism sifatida 3-bobning bir qism sifatida berganmiz va shunga qanday qanday aniqlaganimizda o'zimizning misolimiz orqali shu mezon bo'yicha belgilaganmiz va unga keyingi ishlarimiz albatta buni mulohazalarni inobatga olib, keyingi ishlarimizni yana bir bob qilib, keyingi ishda uni takomillashtiramiz. Keyingi mulohazalar, oxirgi mulohaza ayrim boblarda nazariy tahlil va bir qatorda imloviy kamchiliklar, texnik kamchiliklarda biz yakunda oldin yana bir tekshirib, tahlil qilib, texnik kamchiliklar to'g'rilaymiz. Hozir to'g'rilay olmaysiz?
Qoladi. Keyin ishlar. Mana göre ishlar ekanda bilasan bu ishlar. Hozir vaqtingiz yo'q. Ketib bo'ldi, tamom. Rahmat, ketib hozir dissertatsiya muhokamasini boshlaymiz. Ve dastlabki so'zni rasmiy raqamli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dissertatsiyadan hafta rejalarni tanishtirman. Hozir shundan o'sha desalash tanqid ko'rishsa. Lingvistik ekspertologiyada ekstremist matnlarning strukturalarini ochish, lingvistik xususiyatlarni asoslash, ekstremist matnlarning ekspertiza qilishning asosiy mezonlarini ishlab chiqish dolzarbligini saqlab kelmoqda. Bugungi kunda lingvistik ekspertizaning ahamiyati nafaqat ilmiy sohada, balki ijtimoiy sohada ham yuqori baholanmoqda. Axborot oqimi oshyapti. Ekstremistik va manipulyativ mazmundagi materiallar keng tarqalgan bugungi kunda bunga ehtiyoj yanada ortib bormoqda. Bu esa turli mazmundagi materiallarni o'ziga xos xususiyatlardan kelib chiqib, lingvistik ekspertiza qilishning muayyan tamoyillarini ishlab chiqishni talab qilmoqda. Qurbonmurod Avrod Abdurashidovichning 10-11 nazariyasi amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligida teoriya fanlari bo'yicha falsafa doktorini darajasini olish uchun yozilgan lingvistik ekspertizada ekstremistik matnni kategoriyalashtirish va avtorizatsiyalash mavzusidagi dissertatsiya shu jihatdan olib qaralganda dolzarb hisoblanadi. Dissertatsiyaning kirish qismida mavzuning dolzarbligi va zarurati haqida umumiy tavsif berilgan. Ishning birinchi bobi ekstremistik matn tushunchasi va uning turlariga bag'ishlanadi. Bobning asnosida ekstremistik matn tushunchasi deb nomlangan birinchi paragrafida dissertant Group, Nikitin, Galyashina, Golikov kabi olimlarning ekstremizm va ekstremistik matn yuzasidan bildirgan fikrlarini keltiradi. Bu borada Dubayevning ekstremizm bu qonun bilan taqiqlangan harakatlar tizimi, ekstremistik jihatdan onga psixologik ta'sir o'tkazish, yozuvchilik g'oyalarni singdirishga qaratilgan so'z, ifoda, jumla yoki muayyan imo-ishora va shu singari muloqotning verbal va nodiralar shakllarida berilgan tartibni tushuncha mohiyatini nisbatan to'liq va aniq keltirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ekstremal til va ekstremistik matnning o'ziga xos o'xshash va farqli jihatlari ko'rsatilib, ekstremistik va ekstremal nutq o'zaro chambarchas bog'liq ekanligini. Birinchidan, ikkalasi ham jamiyatda qabul qilingan me'yorlarni buzadigan so'zlarni o'z ichiga olishi. Ikkinchidan, ularning hech biri uchun e'tirof etilgan yagona ta'rif mavjud emasligi. Uchinchidan, ekstremistik yoki ekstremal nutqni aniqlashda so'zning ma'nosini baholash uchun ijtimoiy, madaniy va tarixiy kontekstlarni hisobga olish zarurligi yuzasidan asosli fikrlar berilgan. Dissertant ekstremistik matn bo'yicha o'z fikrini mavjud ijtimoiy, siyosiy va diniy aqidalarga, shuningdek, umum qabul qilingan axloq normalariga zid ravishda keskin ziddiyatni ifodalovchi haqorat, diskriminatsiya, da'vat, tahdid va manipulyatsiya bilan xarakterlanuvchi oshkor va yashirin tarzda shu singari holatlarni ifodalovchi matnlar ekanligidan xulosaladi. Va rus va o'zbek lingvistik ekspertizasida bunday matnlar bevosita tahlil qilinayotganligini, balki sud siyosatshunoslik lingvistik ekspertizasi doirasida ayrim mulohazalar darajasida ko'rib chiqilayotganligini, shu bois ekstremistik matnning lingvistik xususiyatlarini maxsus tahlil qilishda qaratilgan tadqiqotlar zarurligini ta'kidlaydi. Bobning ikkinchi paragrafida dissertant ekstremistik matnning yondosh hodisalarga munosabatini tahlil qiladi va ekstremistik xarakterdagi nutqiy aktlarning bir qator turlarini sanab o'tadi. Bunda ekstremistik matnlarning turli yondosh hodisalarga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatib, ularning tarkibiy qismi yoki ifoda vositasi sifatida namoyon bo'lishi. Bu matnlarni tushunish uchun ularning boshqa lingvistik ijtimoiy falsafa bilan bog'liqligini tahlil qilish zarurligi. Ekstremistik matnning tashqi nafaqat nafrat nutqi, radikal maqolalar, bayonotlar, tahdid va manipulyativ kommunikatsiya, aqidaparastlik, terrorizm kabi falsafalarning o'ziga bog'liqligi. Bu munosabatni tahlil qilish ekstremistik matnning lingvistik va pragmatik xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatilgan. Ekstremistik matnning xususiyatlari deb nomlangan ikkinchi bob 4 paragrafdan iborat. Ekstremistik matn turlari va tasniflar deb nomlangan birinchi paragrafda ekstremistik matnlar 3 asosiy komponent, asosiy g'oyasi, undagi til vositalari va pragmatik strategiyasi asosida farqlanishi aytilgan. Bunda
turli anonim profillar, botlar orqali uzatilgan xabarlar, shuningdek ekstremizm bilan bog'liq sud ishlari tahlillariga ko'ra, ushbu turdagi matnlarning barchasida takrorlanuvchi sujetlar mavjud bo'lgan. Ushbu jihat ekstremistlik matnlarni tahlil qilish va ularning aniqlanish manbasini aniqlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi ta'kidlangan. Muallif shu asosda diniy ekstremistik matnlarning, asosiy ekstremistik matnlarning, ijtimoiy ekstremistik matnlarning insoniy shartlariga tavsif bergan. Bobning ekstremistik matnning leksik hujjatlari deb nomlangan ikkinchi paragrafda ekstremistik matnlarning leksik hujjatlari ijtimoiy va sud ekspertizasi sohalarida muhim tadqiqot yo'nalishlari ekanligi ta'kidlangan holda, bunday matnlar ijtimoiy nuqtai nazardan o'ziga leksik va stilistik belgilar bilan farqlanishini ko'rsatgan. Bundan ekstremistik matnlarning quyidagi leksik hujjatlariga ega bo'luvchi tahlillar asosida farqlangan. Birinchisi, yuqori emotsionallik, ya'ni bunday matnlarda hissiy ta'sir kuchi bo'lgan so'zlar, jumladan tahdid, nafrat yoki o'qitish maqsadida ishlatilgan so'zlar qo'llanadi. Ikkinchisi, qarama-qarshi kuchaytiruvchi so'zlar. Uchinchisi, stereotipik iboralar. To'rtinchisi, tinglovchining his-tuyg'ulariga ta'sir qilish va ularni harakatga undash uchun qo'llanilgan so'zlar. Masalan, dushman, qoyil, qasos, shahid kabi. Beshinchisi, ekstremistik matnlar ko'pincha muayyan g'oyani mutlaq tan olish va boshqalarni inkor etish strategiyasiga asoslanadi. Shu boisdan mutlaqo yo'q yoki har sermasiga birlikda faol qo'llanishi aytilgan. Oltinchisi, diniy va ideologik terminologiya. Ekstremistik matnlar ko'pincha diniy va ideologik terminologiyalar foydalanadi. Masalan, jihod, muqaddas urush, shahid, kofir, majusiy kabi misollarni asoslantiradi. Dissertatsiya 75-60. Dissertatsiya bu borada olib borgan tahlillarni ekstremistik matnlarning leksik xatlarining keng mohiyatga egaligi. Bu esa guruh maqsadini kelib chiqqan holda turli mohiyat kasb etishi, diniy, siyosiy, ijtimoiy ekstremistik matnlarda qo'llanish ifodalar bir-biridan farq qilishi, shuningdek matn qanday kommunikativ maqsadga asoslanganini kelib chiqqan holda konseptual sxemalar o'zgarib borishi bilan xulosalaydi. Bobning 3-paragrafda ekstremistik matnning marhumat xususiyatlariga bahslangan. Ekstremistik matnlarning marhumat xususiyatlari haqida siyosatshunoslik, ekspertologiya hamda yurisprudensiyada muammoli holatlarning obyektiv yechimida muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi. Sirtan tomonidan ekstremistik matnning marhumat xususiyatlarini tahlil qilishda quyidagilarga ahamiyat qaratilgan. Turli konfliktli matnlar sirasida ekstremistik matnning xarakter xususiyatlarini belgilash, ikkinchisi tilshunoslikda ekstremistik matn tushunchasini asoslash, uchinchisi anonim holatda turli ekstremistik matnning ma'lumotini aniqlash kabi. İşte ekstremistik matnni tekshirishda va muallifga xos belgilarni aniqlashda dissertant quyidagi bosqichlarni amalga oshirishni tavsiya etadi. Matnning texnik xususiyatlarini ko'zdan kechirish, matndan maxsus terminologiyani ajratib olish, matnda takror ifodalarni belgilash va ularni boshqa matnlarni taqqoslash, xatolarning o'zga xosligini ko'rib chiqish, imlo xatolarini taqqoslash va dialektal birlikda qo'llanishni o'rganish. Dissertatsiya 80-85. Bunday matnlarning maqbul belgilash sifatida murojaat birliklarining byurokratik maylining birinchi shaxs ko'plikdagi, ikkinchi shaxs birlik va ko'plikdagi fe'l shakllarning ifodalanishi, so'z yasalishda murakkab so'z yasovchi lash hamda oq qo'shimcha orqali so'z yasash holatining faolligi, aksariyat hollarda so'z yasalish jarayonida valektik qoidasiga amal qilinmas holatlarning uchrashi misollar tahlil asosida izohlangan. Dissertant ekstremistik matnlarning mavzuiy strukturasini aniqlash va tahlil qilish uchun eng qamrovli ko'riksin shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi. Bunda quyidagi tamoyillarga tayanish lozimligini ilgari suradi. Birinchisi, matndagi asosiy so'z turkumlarini aniqlash, ikkinchisi, shaxs olinishlari orqali opozitsiyani aniqlash, uchinchisi, qisqartirilgan va kuchaytirilgan fe'l shakllarini aniqlash, to'rtinchi, zaruriyat va da'vat shakllarini aniqlash, beshinchi, sintaktik birliklardagi ma'qullik moslashuvini aniqlash. Bobning 4-paragrafida ekstremistik matnning sintaktik xususiyatlari sodda va qo'shma gap tomonidan qo'llanilishi misolida o'rganilgan. Dissertant tahlillari asosida ekstremistik matnda qo'shma gaplarga nisbatan sodda gaplarning salmog'i ko'pligidan, sodda gaplar ichida esa buyruq va ritor so'roq orqali gapning keng qo'llanilishini ta'kidlaydi. İşte ekstremistik matndagi ritor so'roq gaplarning vazifasi, ularning turlari va xususiyatlari quyidagi asosiy jihatlarda ko'rib chiqilgan. Birinchisi, tahdid ritorikasi, ikkinchisi, temporal ritorika, uchinchi, qarshilik ritorikasi, to'rtinchi, romantik ritorika, beshinchi, ijtimoiy adolat ritorikasi, oltinchi, mifologik ritorika, yettinchi, muayyan so'zlar yoki iboralarni takrorlash, sakkizinchi, parallel tuzilish. Dissertatsiyaning 3-bobi ekstremistik matnlarda muallif belgilarini o'rganishga bag'ishlangan. Albatta, lingvistik ekspertizada muallif identifikatsiyasi masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Muayyan konfliktli matnlarda muallifga xos individual xususiyatlarni
aniqlashtirish masalasi muallifshunoslik ekspertizasida muhim jihatlardan biri sanaladi. Qonun ekstremistik matnda muallif sheva xususiyatlarini ifodalash nomli birinchi paragrafida ekstremistik matnlarning hududiy xosligini aniqlash masalalari mumkin. Bunday o'rganish ekstremistik matnning muayyan hududga xos dialektal xususiyatlarini namoyon etish hikmasini aniqlash, ekstremistik matn tarqatish joyini taqdim qilishda, matnning qaysi ekstremistik guruh g'oyalariga mosligini aniqlashda zarur ekanligi o'rinli ta'kidlangan. Dissertant kuzatishlari asosida ekstremistik matnlarda dialektal unsurlar qo'llanishini xosaning haqiqiy aybdorlar o'rniga tashqi shaxslar ayblanganda tushunchalarni almashtirish maqsadida fuqarolarning e'tiqod tushunchalariga daxl qilishda, ya'ni buzib ko'rsatish, noto'g'ri tahlil qilishda, gumon modal ifodalar orqali shubha uyg'otish, notinchlik kayfiyatini paydo qilish maqsadida qabul qilishlarning hissiy dunyosiga ta'sir qilish maqsadida matnni mifologik shakllantirishda, dushman obrazini shakllantirishda, hozirgi voqealarga nisbatan ahamiyatsiz syujetlardan foydalanishda qo'llanish mumkinligini ta'kidlaydi. Muallif tahlil natijalarini ekstremistik matnda dialekt, ijtimoiy va ma'naviy kontekstda o'zgarishi mumkin bo'lgan til va nutq usullarini o'z ichiga oladi. Ekstremistik faoliyatda dialektdan foydalanish ko'pincha g'oyalarni tarqatish va jamoatchilikni jalb qilish maqsadida amalga oshiriladi deb xulosalaydi. Shuningdek, ekstremistik matnlarning sheva xususiyatlari auditoriya bilan bog'lanish va ta'sirchanlikni oshirishda muhim rol o'ynash haqidagi fikrlar ham asosli fikrlar hisoblanadi. Mazkur bobning ekstremistik matnida muallif gender xususiyatlarining namoyon bo'lishi nomlangan ikkinchi paragrafida gender nazariyasi, ekstremistik matnda gender rollarining qay darajada shakllanishi va ularning ijtimoiy kontekstda qo'llanish xususiyatlari tahlil qilingan. Genderga asoslangan kamsitish va diskriminatsiya ekstremistik g'oyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa ijtimoiy muammolarni kuchaytiradi. Ekstremistik matnda muallifning gender xususiyati quyidagi nazariylar asosida tahlil qilingan. Gender rollar nazariyasi, patriarxiya nazariyasi, feminizm nazariyasi, diskurs analizi, ideologik ta'sir kabilar. Ekstremistik matnda muallif yosh xususiyatlarning voqelanishli nomlangan 3-paragrafda ekstremistik matnlarda muallifning yosh xususiyatlari voqelanishidagi leks belgilar, til uslubi, sintaktiklar tasniflangan. Yosh mualliflar ko'pincha zamonaviy o'ziga xos leksik omillar va jarayonlardan foydalanadi. Ular o'z fikrlarini ifodalashda yangiliklarga ochiq bo'lishlari va o'z davrining madaniyatiga mos keladigan so'zlarni tanlashlari mumkin. Ekstremistik matnlarda bu jarayon ko'pincha radikal g'oyalarni tahlil qilishda foydalanilgan yangi va kuchli iboralar orqali namoyon bo'lishi ko'rsatilgan. Dissertant tomonidan turli yosh toifalarga mansub ekstremistik g'oya ta'siridagi shaxslarning murojaatlari taqqoslangan. Muallifning xulosaviy tarzdagi quyidagi fikrlari ham o'rinli. Yosh xususiyatlari ekstremistik matnlarda muhim ahamiyatga ega. Mualliflar o'smirlar va yoshlarning maqsadli auditoriya sifatida belgilab, ularni o'z g'oyalariga jalb qilishga harakat qiladilar. Yoshlarning psixologik xususiyatlari, ularning maksimalistik fikrlashi va o'zligini izlash jarayoni ekstremistik g'oyalarni qabul qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mualliflar yoshlarning o'z g'oyalariga qabul qilishda unda kuchli emotsional va motivatsion til ishlashadi. Dissertatsiya 4-yil. Ish yakunida olib borilgan nazariy tahlillar asosida 11 martadan iborat umumiy xulosalar chiqarilgan. Dissertatsiyaning yutuqlari sifatida quyidagilarni ta'kidlash lozim bo'ladi. Birinchisi, ekstremistik matnlarning lingvistik xususiyatlarini aniqlash, ularning kategoriyalarga ajratish hamda mualliflik identifikatsiyasi yuzasidan dissertant erishgan natijalar ilmiy va amaliy qiymatga ega. Ikkinchi, ekstremistik matnlarda leksik, morfologik, sintaktik birliklar qo'llanishining fundamentalizm, terrorizm, shovinizm, irqchilik targ'ibotiga qaratilgan matnlarda lingvistik va pragmatik xususiyatlarga ko'ra farqlanish dalillangan. Interaktiv xulosalar chiqardi. Uchinchi, tadqiqot natijalari huquqni muhofaza qilish organlari, sud lingvistik ekspertiza markazlari va xavfsizlik xizmatlari uchun ham amaliy ahamiyatga ega. O'sha matnlar muallifligini aniqlashda qo'llanish mumkin bo'lgan lingvistik indikatorlar tizimi ishlab chiqilgan. Ishda bu yutuqlar bilan birga ayrim kamchiliklar va mulohazalar o'rinlar ham uchraydi. Birinchi, dissertatsiya ahamiyatida ekstremistik matnning sintaktik xususiyatlari nomli ikkinchi paragraf hamda ekstremistik matnda muallif sheva xususiyatlarining foydalanish nomli 3-paragraf haqidagi ma'lumotlar sayyor. Ishdagi ilmiy natijalarni to'liq aks ettirmaydi. Ikkinchi, bir necha o'rinlarda xorijiy manbalardan keltirib vositalar tarjimada g'alati chiqdi yoki keltirilgan ayrim xulosalarga tadqiqotchi munosabati
bildirilmagan. Dissertatsiya 12 safhada. Bizningcha bunday portal ma'lum munosabat aks etgan ishga kiritilgani ta'sir qilmoqda bo'ladi. Uchinchi, ishda ayrim o'rinlarda imloviy uslubli ishora xatolar bor. 42-6-8 shuningdek texnik xatolar ham uchraydi, jumladan rasm va jadvallarni o'rnashda qilish belgilari foydalanish chekli emas. Ayrim o'rinlarda raqam va tashqi alohida xatoda, ayrimlarda esa bitta xatoda mutlaq vaziyat ko'rsatilgan. Aytilganlar dissertatsiyaning ilmiy qiymatiga salbiy ta'sir etmaydi. Umuman olganda Qurbonmurod Abdurashidovning mazkur ixtisoslik bo'yicha teologiya fanlari bo'yicha falsafa doktorlik darajasini olish uchun yozilgan lingvistik matnni kategoriyalashtirish va avtorizatsiyalash mavzusidagi dissertatsiyasi maqsadi, vazifalari, shakli va mazmuniga ko'ra yakunlangan tadqiqot bo'lib, Oliy Assotsiatsiya komissiyasining amaldagi nizom talablariga ko'ra javob beradi. Uning ma'lumoti teoriya fanlari bo'yicha falsafa doktorlik darajasini taqdim etishdi. Rahmat. Xo'p, so'z dissertatsiya rasmiy opponentning mulohazalariga javob berasiz. Marhamat. Avvalo ustozimizga katta rahmat. Dissertatsiyamiz uchun taqdim etilgan yangi nazariyalar va ko'nikmalarga baholagan uchun demak, ustozga e'tirozlarga o'tmishlar. Birinchi e'tiroz dissertatsiya haqidagi tekstimlik xizmatini sintaksiya xususiyatlarining orqali komplekslik xizmatini muallif she'riy xususiyatlarini qo'llanishdan uchun bir paragraf haqida ma'lumotlar so'radi. Natijalar aks ettirilmagan. Degan e'tiroz, ushbu e'tirozda biz vaqt nuqtai hajm nuqtai nazarida belgilangan miqdordan oshib ketganligi uchun kerakli tarzda qisqa aniq xulosamizni keltirib o'tganligimiz keltirilgan va bunda o'sha so'roq gaplarni taqdim temporal qarshilik romantik ijtimoiy adolatli takrorlash va tuzilishlar tavsiya etilgan. Jo'rayev taklif etgan ikki bosqichli hududiy individual taqoz metodikasi konkret hududiy misollar qisqartirilgan holda berilgan. Shu mulohazani inobatga olamiz. Keyingi ishlarimiz bilan to'g'rilashga harakat qilamiz. Keyingisida bergan bir nechta o'rinlarda xorij nomlarda xulos keltirilgan deyilgan. Bu yerda asosan biz uni fikr yurisprudensiya ta'rifiga bog'liq bo'lganligi uchun filolog nuqtai nazarda asosli emas degan xulosaga kelganligimiz uchun unga bildirmagan. Xo'p, rahmat. So'z dissertatsiya bo'yicha rasmiy opponent filologiya fanlari doktori Dilbar Bozorova o'rinboyevaga. Marhamat, Dilbar. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Assalomu alaykum ilmiy kengash raisi a'zolari. Agar ruxsat bersalaringiz, aybga buyurmasalaringiz, video kamerani o'chik holatda ushlasam, chunki aloqa yaxshi bo'lmayapti. Marhamat. Bugungi kunda internet, ijtimoiy tarmoq, messenjerlar orqali turli ekstremistik mazmundagi matnlar tez va keng tarqalayotgani sababli huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun ekstremistik mazmundagi matnlarni ilmiy mezonlar asosida aniqlash zarurati ortib bormoqda. Sud lingvistik ekspertizasida matnning mazmuni, maqsadi, til birliklari va kommunikativ xususiyatlarini xolis baholash dolzarb masalaga, shu nuqtai nazardan dolzarb masalaga aylanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda muallifi noma'lum yoki soxta nom bilan tarqatilgan matnlarni muallifini aniqlash, ya'ni avtorizatsiyalashtirish jinoyatlarni fosh etishda muhim vosita hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan mazkur ish har tomonlama dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Mazkur dissertatsiya ekstremistik matnlarni, ularning mazmuni, g'oyaviy yo'nalishi, lingvistik belgilariga ko'ra kategoriyalashtirish mezonlarini ishlab chiqishga yordam beradi. Bundan tashqari, matn muallifining individual uslubiy xususiyatlarini aniqlash, ilmiy uslubiy jihatdan asoslash uchun takomillashtirib beradi. Va shu bilan birgalikda sud lingvistik ekspertizasi amaliyotida xulosalarni aniqligi, ishonchligini oshirishga yoki tilshunoslik, kriminalistika, huquqshunoslik fanlari o'rtasidagi integratsiyani rivojlantirishga xizmat qiladi. Ish kirish 3 bob umumiy xulosalar foydalangan adabiyotlardan iborat. Kirish qismida o'sha an'anaviy berilgan talablar asosida ma'lumotlar keltirilgan. Ruxsatlaringiz bersa, zaruriy joylarini o'qib bersam. Ishning 1-bob 4-1
ikkinchi bob 201 bo'limida, ya'ni ekstremistik matn turlari va tasnifi 68 betlarda muallif ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim postlarni misol qilib oladi. Ularda davlat amaldorlariga nisbatan ishonchsizlik, nepotizm, ya'ni qarindosh urug'chilik orqali mansabga erishish mavzusini takroriy qo'llanishi, bu dissertatsiyaning 57-59 betlari, norozilik kayfiyatini kuchaytirish, auditoriya ongiga muayyan salbiy tasavvur hosil qilish, ya'ni dissertatsiyaning 58 betida kabi jarayonlarni o'sha postlar orqali misollar bilan tahlil qiladi. Va bu masalalar Instagram ijtimoiy tarmog'idagi XYZ foydalanuvchilar tomonidan 22-25 yillar oralig'ida joylashtirilgan postlar deb dissertant aytib o'tadi. Dissertatsiyaning 58 beti, avtoreferatning 14 betida. Va mana shu postlar orqali insonning ongiga qanday qilib ta'sir qilish jarayonini matnlarda kategoriyalab berishga harakat qiladi. Yana bitta jihati, dissertatsiyaning 44-59 betlarida muallif so'zlarni takror ishlatish orqali odamlarning ma'lum narsaga nisbatan munosabatni o'zgartirish mumkinligini ko'rsatishga urinadi. Masalan, bu 15 kishi tomonidan 15 kishida tajriba o'tkazilganligi haqida fikr beriladi va o'sha shokoladning achchiq bemaza ekanligini har doim takrorlash orqali insonlarda shokolad haqiqatdan ham salbiy assotsiatsiya hosil qilganligini tajribada sinab ko'radi. Bu avtoreferatning dissertatsiyaning 58-59 betida, avtoreferatning 15 betida keltirilgan. Va bu jarayonni ham to'liq aks ettirishga harakat qiladi. Bobning 3-ya'ni 2-bobning 3-faslida, ya'ni bo'limida ekstremistik matnlarning morfologik xususiyatlari 83-93 betlarida ekstremistik matnlarni tekshirishda va muallifga xos belgilarni taqqoslashda quyidagi bosqichlarni amalga oshirish lozimligini ta'kidlab o'tadi va buni ham misollar asosida tahlil qilishga harakat qiladi. Birinchidan, matnning texnik xususiyatlarini ko'zdan kechirish, ya'ni qanday tarqatilyapti, qaysi manba asosida. Ikkinchidan, matnda maxsus terminologiyani ajratib olish, u diniy terminlar, kalit so'zlar, jargonlar, argonlar, vulgarizmlar, shevaga xos so'zlar va hokazolar. Uchinchidan, matnda takror ifodalarni belgilash va ulardan boshqa matnlar bilan taqqoslab ko'rish indikatorlarini va to'rtinchidan, xatolarning o'ziga xosligini ko'rib chiqish, ya'ni bu yerda fonetik, morfologik jihatdan o'sha so'zlarni qanday qo'llanishini tahlil qiladi. Beshinchidan, imlo xatolarini qo'llanishi va oltinchidan, dialektik birliklarni qo'llanishi 83-84 betlarda mana shu jihatlarni inobatga olish asosida matnlarni kategoriyalashtirishga harakat qiladi. Va 4-bo'limida ekstremistik matnning sintaktik xususiyatlari 93-100 betlarida ekstremistik matnlarda ritorik usullar orqali uni o'rganishga harakat qiladi. Ya'ni bu yerda tahdid ritorikasi, temporal ritorika, ya'ni vaqt bilan bog'liq ritorika, qarshilik ritorikasi, romantik ritorika, ijtimoiy adolat ritorika, mifologik takrorlash usuli, parallelizm orqali muallif, ya'ni dissertant ekstremistik diskursda ta'sir kuchini oshirish uchun o'sha ko'pincha qo'rqitish, kelajakdagi xavfni bo'rttirish, biz va ular qarama-qarshiligini yaratish, hissiyotlarga murojaat qilish, takrorlash kabi ritorik vositalardan, ya'ni sintaktik vositalardan foydalanish mumkinligini ta'kidlaydi va buni misollar asosida tahlil qiladi. 3-bobda 1-bo'limida, ya'ni ekstremistik matnda muallif shevaga xos xususiyatlarni, ya'ni 102-109 betlarda tahlil qilishga harakat qiladi. Bunda ishda eng muhim belgilardan biri sifatida olmoshlar orqali
yaratiladigan biz va ular qarama qarshiligini ko'rsatib o'tadi. Biz haqmiz, biz kurashamiz va ular jamiyatni buzmoqda, ularni yo'q qilish kerak degan misollar asosida matnni ikki guruhga bo'ladi. Biz ijobiy tomon sifatida, ular salbiy tomon sifatida tasvirlanadi. Dissertant buni ekstremistik diskursda ijtimoiy qarama qarshilik yaratish vositasi sifatida tahlil qiladi. Bo'limda yozishda quyidagi savol bo'limni yozishda dissertant quyidagi savollarga javob izlaydi. Muallif qanday so'zlarni ko'proq tanlayapti? Qanday fe'l shakllaridan foydalanadi? Biz va ular qarama qarshiligini yaratadimi? Qanday qo'shimcha va grammatik shakllar unga xos? Gaplarda qanday ular o'sha muallif, ya'ni ekstremistik matnni yaratgan inson gaplarni qanday tuzadi? Shu orqali o'sha mualliflik xususiyatlarini aniqlash masalasiga oydinlik kiritishga harakat qiladi. Ikkinchi bo'lim, ya'ni ekstremistik matnda muallif gender xususiyatlarini namoyon qilishi 109-123 betlarda erkaklar frontga chiqishi kerak, ayollar esa uyda bolalarni tarbiyalash lozim misollari keltiriladi. Bu gap orqali va shunga o'xshash misollar orqali erkaklar obrazi jangovar, himoyachi, yetakchi, faol shaxs sifatida tasvirlanadi va ayol obrazi ona, uy bekasi, oilani saqlovchi sifatida tasvirlanadi va dissertant buni gender rollarini an'anaviy taqsimoti sifatida tahlil qiladi. Dissertantning ta'kidlashicha, gender asosidagi kamsitish yoki tengsizlik haqidagi qarashlar ayrim hollarda ekstremistik g'oyalar uchun zamin yaratishi mumkinligini, masalan, bir jinsni boshqasidan ustun qo'yish, ma'lum guruhlarni cheklash, haqiqiy erkak yoki haqiqiy ayol obrazini majburan singdirish, ijtimoiy qarama qarshiliklarni kuchaytirish orqali o'sha tengsizlikni yuzaga keltirish masalalarini ko'taradi. Bo'limda ayollar nutqida uchrashi mumkin bo'lgan umuman ayollar, erkaklar nutqida uchrashi mumkin bo'lgan ayrim til xususiyatlarini sanab o'tadi. Masalan, bu yerda ayollar haqidagi gapni aytib o'tmoqchiman. Masalan, ayollar kirish so'z va iboralarni ishlatishi, ya'ni yumshatuvchi birliklarning ishlatishi, qisqa so'roq gaplarning ishlatilishi, hissiy munosabatni ko'proq ifodalashi, hattoki ranglarni berib o'tadi. Masalan, och shaftoli, nimpushti, to'q jigarrang kabi ranglarni ishlatish orqali o'sha ayollarning o'zining o'sha genderlik xususiyatlarini ko'rsatishi yoki kuchaytirish so'zlarini foydalanishi haqidagi fikrlarni berib o'tadi, misollarni tahlil qiladi. Dissertant matnni mana shu holatda kategoriyalashtirib, ya'ni matnning mazmuni, mavzusi, maqsadiga qarab toifalarga ajratib oladi. So'ng esa matnni avtorizatsiyalashtirish, ya'ni muallifini aniqlash, matnning haqiqatdan ham kim tomonidan yozilganligi yoki kim tomonidan amalga oshirilayotganligini tekshirish uchun bir qator indikatorlarni ham keltirib o'tadi. Dissertatsiyaning to'liq o'sha bobma-bob har bir jihatini biz taqrizning 9 sahifadan iborat taqrizda berib o'tganmiz. Shunga qaramasdan dissertatsiyaning yutuqlarini e'tirofga olgan holda ayrim tavsiya va mulohazali fikrlarni, kamchiliklarni aytib o'tirmoqchimiz. Birinchidan, havolalarni berishini ko'rib chiqish kerak edi. Keyingi avtoreferat tashlab berganlarida bu narsa to'g'rilangan ekan. Ikkinchidan, ishda juda katta manba berilgan. Xulosa, mazmundagi berilgan o'sha ilmiy yangiliklar juda ko'p, lekin nima uchundir umumiy xulosalarda bu narsa o'z aksini topmagan. Uchinchidan, adabiyotlarni shakllantirishda, ya'ni 7-ilmiy to'plamlar, jurnallar, gazetalardagi maqolalar bo'limida ayrim adabiyotlarning sahifasi ko'rsatilmagan.
To'rtinchidan, ishning ayrim o'rinlarida, ya'ni 127-35 betlarida lingvistik ekspertiza elementlarini o'z ichiga olgan bo'lsa ham, lekin terminologiya jihatdan aniqroq ifodalash maqsadga muvofiq edi. Mana shu jihatlarni ko'rib chiqish kerak, ya'ni misollarni tahlili jarayonida. Beshinchidan, ishning 91 betida zaruriyat va urg'ular, zaruriyat va da'vat shakllari degan jumlalar keltirilgan, ya'ni qora bilan berilgan shu narsa va uni izohlab berganlar. Lekin ayrim uslubiy kamchiliklar bor va bizning fikrimiz, mana shu yerda urg'u qo'yiladi deb berilgan jumla bor. Oxiri shu bilan tugaydi. Mana shu o'rniga ta'kidlanadi, alohida urg'u beriladi, enfatik vositalar qo'llanadi kabi terminlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Chunki agar matn ekstremistik materiallarning lingvistik ekspertizadan o'tkazish uchun beriladigan metodika sifatida beriladigan bo'lsa agar, unda mana shunday jumlalarni to'g'ri berilishiga ham diqqat qaratish kerak bo'ladi. Va shu bilan birgalikda o'sha ekspert uslubida, ya'ni iboralarni qo'llanishi kuzatiladi, aniqlanadi, ifodalanadi, baholanishi mumkin degan iboralar bilan berish tavsiya sifatida beramiz. Ko'rsatilgan kamchiliklar asosan dissertatsiyaning ilmiy nazariy saviyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Ishning so'ngida 9 banddan iborat umumiy xulosa 115 nomdagi foydalangan adabiyotlar ro'yxati berilgan. Ish o'zbek sotsiolingvistikasi, chunki yuqorida aytib o'tgandek, u yerda sotsiolingvistik tadqiqotlar ham olib borilgan. Kriminalistik lingvistika, mualliflik ekspertizasi, sud lingvistikasi, pragmalingvistika sohalarining takomillashtirishiga bag'ishlangan ishlardan deb hisoblashimiz mumkin. U nazariy amaliy jihatdan asoslangan, o'zining dolzarbligi, yangiligi va amaliy foydaliligi bilan ajralib turadi. Dissertatsiya bo'yicha tayyorlangan 54 sahifadan iborat avtoreferat ishning asosiy mazmunini aks ettiradi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha e'lon qilingan 8 nomdagi ilmiy ishlar ro'yxati bilan tanishib chiqib, shunday xulosaga kelish mumkinki, dissertatsiya to'liq aprobatsiyada to'liq ta'minlangan. Shuningdek, o'sha oliy attestatsiya komissiyasi talablari muvofiq ilmiy jurnallarda nashr ettirilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Qurbonmurodov Abror Abdurashidovichning 10.00.11 amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligida yozilgan lingvistik ekspertizada ekstremistik matnni kategoriyalashtirish va avtorizatsiyalash mavzusidagi dissertatsiyasi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun to'liq mos keladi. Muallif filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblaymiz. E'tiborlaringiz uchun va yana bir bor uzr so'rayman. Rahmat bo'ling. Xo'p, rasmiy apparatlaringizga munosabat bildirishni so'z ko'rsatdim. Hurmatli komissiya a'zolari, ishimiz sinchkov o'tmay bo'lgani va professional tadqiqot tayyorlaganligi uchun keng dolzarbligi, nazariy amaliy ahamiyatini adolatli baholab berganligi uchun ustozimiz doktor professor O'rtozim samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Haqida bildirgan 5 ta tavsiya va mulohazalarni har birini e'tibor va olib o'zimiz mulohaza bildirib o'tmoqchimiz. Ishda katta manba berilgan, ammo umumiy ko'rsatuvlar juda jun tez sifatida berilgan bo'lib, ishning ma'lum ko'rsatib bera olmaydigan e'tiborlarga shu mulohazani ham e'tirof etamiz. Umumiy ko'rsatuv qismida qat'iy hajm sifatida 9 banddan iborat bo'lgan juda keng miqdorda xulosalar berganmiz va biroq bu xulosalar ishning mag'zi mezonlarini asosan biz eng mag'zini berishga harakat qildik. Juda ham katta manba bo'lganligi uchun biz kerakli deb hisoblagan xulosalarni olib berdik va aytgan texnik kamchiliklarimizni kengaytirishlarimizni Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, talabgorning chiqishini, shundan so'ng rasmiy apparatlarni ham fikr mulohazalar va baholar bo'ldik. Endi marhamat, mana shu himoya qilinayotgan ish yuzasidan yana kimlardir qanday mulohazalar, fikrlar bordir. Agar bo'lsa marhamat, ular haqida kelib bo'lsak. Fikrlarni o'tmasdan bemalol izhor qilishini e'tibori bor. Marhamat, kim boshlayveradi? Shunda o'tirganlardan marhamat.
Ruxsat bering ustoz. Marhamat, Abdulqahhor Shokirov domlaga so'z. Yana bir marotaba assalomu alaykum. Garchi bugungi jamiyatimizda o'sha diniy ekstremizm, terrorizm masalalari o'sha 2000 yillarning boshiga qaraganda sal pasaygan bo'lsa ham, lekin hali o'sha oqimni tagi borda, hali ham oqib yotibdi. Hali ham o'sha diniy ekstremizm, terrorizm o'sha xalqaro maydonda juda katta kuchga ega. O'shaning uchun bu kabi ishlar bizga juda ham kerak. Chunki ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki rasmiy bayonotlar juda ko'p biz eshitib qolyapmiz. Hozir ham shunchalik gap so'zga yoki davlatimizning odilona siyosatiga qaramasdan adashib chetga ketib qolayotganlar, o'sha diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilayotganlar juda ham ko'p. Ular zaharlanganda, o'shaning uchun bu ishni birinchi men dolzarbligini aytib o'tmoqchiman. Dolzarb ish, kerak ish. Mana sud, huquq, tartibot organlarida bitta gap bor. Ba'zan o'sha sud ishlarida haqiqat emas, isbot rol o'ynab qoladida, aybsiz holatda ko'pchilik jazoga tortilib qoladi. Lekin haqiqatni yuzaga chiqarish uchun shunaqa ishlar bizga kerak. Juda yaxshi ishlar qilingan, to'plangan. Men avtoritet bilan tanib chiqdimda, tasniflar, o'sha ekspertiza holat bilan bog'liq jihatlar yaxshi bayon qilingan. Lekin mening bir ikkita takliflarim bor edi. Chunki o'sha ekstremizm bilan bog'liq bo'lgan xarakterli misollar bor. Boyagi bekorga savol berganim yo'q. Chunki ular ham bizning millatimiz vakillari, shu jazoga tortilayotganlar ham. Biz ham mo'min, muslima degan so'zlarni ishlatamiz. Ular ham mo'min, muslima degan so'zlarni ishlatamiz. Prezident faqat o'sha javobida o'sha semantik holatiga bir e'tibor berdida, menimcha o'sha bu yerda semantik jihatdan sharhlash lozim bo'ladi. Shu bilan birgalikda ularning tilida juda ko'p faol ishlatiladigan so'zlar bor. Mana shahidni olgan, lekin shahidlik, kofir, kufr, ularda eng kuchli nima bor? Tizim bor. Halqa mana bitta, keyin 5ta, 5tadan 25 ta, o'sha 25 taga bitta boshliq, yana 5 ta o'sha 5 talik boshliqlarchi 25, shunaqa bo'lib tizimni nihoyatda mustahkam ishlashganda, ular eng kattasini o'sha amir deydi. O'sha halqa bosh Zulm oldi-yu. İstemezmi şansın? yaxshi ish bo'lgan. Rahmat e'tiboringlar uchun. Rahmat. Yana bir kimda fikrlar bor? Zulmdagilar. Rahmat. Salomat bo'ling. Abdulqahhor Shokirov fikrlarini yakunladi. Yana kimda qanday mulohazalar bor? Faollashishni oz keladi. Zulmda o'tirganlar. Kimlar bor o'zi? Manzura so'z so'rayapti. Bana Abjal böyle gapirib tursak, men yana shunday mulohaza bildiraman. Assalomu alaykum, hurmatli rais, ustozlar. Men ana shu ishlarni yakunlab, dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan ishni ilm ahliga taqdim etgan Abduljonni tabriklayman. Ularning ustozlari, ilmiy rahbarlari, Abdul Munib ustozimizni ham tabriklayman. Va bu ishlarni yana ham davomiy bo'lishini xohlayman. Nima uchun? Demak, bu ishni tarkibiga siz jon jahdingiz bilan kirib ketdingizda, har qanaqa holatda siz tahlilni amalga oshirayotganligingiz, savollarga to'liq javob berayotganingiz bilan namoyon bo'lyapti. Va ikkinchi masala, seminarda ko'proq misollar, tahlillar so'ralganida ancha pishibsiz, misollar bilan boyitibsiz, savollarga misol bilan javobni lo'nda beradigan bo'libsiz. Demak, bu yo'nalishda, ushbu mavzuda ancha tayyor mutaxassis sifatida yetilib qolgansiz. Shu jihatdan ishni yana davom ettirishingizni xohlaymiz. Nimaga? Haligi ustozimiz bekorga aytmadilar, turli oqimlar doirasida o'sha oqimlarga xos bo'lgan lingvistik xususiyatlarni ham aniqlab berishingiz kerak bo'lyapti. Chunki haligi endi boshlanayotgan oqimlar ham bor, juda chuqur ildiz otib ketganlari ham bor.
u ildiz otib ketganlarni boshini topib borgunga qadar bo'lgan ketma-ket qadamlarni topib borish jarayonlari ham bor. U ham albatta so'z bilan, nutq bilan amalga oshiriladi. Ana shu tomondan sizni ishlab chiqqan takliflaringiz, o'sha ko'rsatkichlaringiz juda ham qo'l keladi va yuqorida aytib o'tdik, demak, da'vat, targ'ibot hozircha nazarimda hali juda ham bir chegara qo'yib berilmagan. Da'vat nimaga da'vat etilyapti? Demak, shahidlikka da'vat etilyaptimi? Vatanga xoinlikka da'vat etilyaptimi? Yoki umuman tinchlikni har qanaqa bir kichik lokal hududdami, katta global mintaqadami amalga oshirish da'vati bo'lyaptimi? Bu narsani ham tez vaqtda amalga oshirish ham shu matn orqali yuzaga keladi. Yo'qmi, og'zaki shu jihatlarni chegaralab qo'ysa zo'r bo'ladi. Ya'ni targ'ibot, shunchaki targ'ibotmi? Yoki da'vatga olib borayotgan kuchli targ'ibotmi? Yoki boyagi aytganim jihatlarga targ'ibot ketyaptimi? Bularni qaysi leksik birliklar bilan, qaysi sintaktik butunliklar bilan aniqlasa bo'ladi. Chuqurroq kirib borsangiz, bu juda katta, bu juda kerakli, hattoki xavfsizlikni ta'minlash masalasidagi asosiy dolzarb masalalardan hisoblanadi deb o'ylayman. Gender xususiyatlari bo'yicha qiziqtirgan masalalardan aynan ayollarni ishlatadigan so'zlarni o'zi. Chunki haligi kirish so'zlar deganimiz, kirish so'zlarda ko'p birliklar bo'ladi. O'shaning uchun misollari bilan ajratib berganingiz o'zi yaqqol sizni bir mundarijangiz bo'ladi. Shunda bitta qaraganda mana so'zlar ayollarga xos ekan, demak bu anonim hujjat, ya'ni matn ko'proq ayollarga xosligi ko'rinyapti. Boshqa detalga o'tamiz deb, keyingi detalli ishlarga o'tib olishga ham ko'rsatkich bo'ladi. Siz demak darajali bir ilovangiz bo'lishi kerak shunda. Ana shu tomonlari bu sud ekspertizasida ham, tergovchilikda ham umuman olganda bir vatanni tinchligini ta'minlayotgan barcha tashkilotlar uchun o'ta muhim hisoblanadi. Shuning uchun ishingiz juda ham dolzarb, ham ahamiyatli. Bunday ishni albatta qo'llab-quvvatlaymiz va davomli bo'lishini so'raymiz. Loyihalar haqida gapirsangiz, bu loyihalarni izini tutib olishingiz va uni amalga oshirishingiz kerak. Juda ham moliyalashmagan taqdirda ham, lekin haligi vatan fidoyisi sifatida amalga oshirish so'rayman. Tajribalarga asoslanib, bu agar qilinsa, katta natijalarga ham yetkazib beraveradi. Va qo'llab-quvvatlaymiz, albatta. Shunday davlat fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga loyiq deb bilamiz. Xo'p, marhamat. Saodatxon Muhammedova bormilar? Gulxumor Xonmonova. Ha, borman ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, fikringizni bildiring. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash raisi, kengash a'zolari. Men bugun muhokama qilingan himoyada muhokama qilingan dissertatsiya haqiqatda dolzarb masalaga bag'ishlanadi. Yangi mavzular ichida ham yangiligini qayd etmoqchiman. Baxtiyor Rajabov odatdagidek yangi mavzuni tanlar ekan, shu mavzuni ham aynan lingvistik ekspertiza nuqtai nazaridan yangi mavzu hisoblanadigan bo'lsa, ikkinchi jihati aynan diniy ekstremizmga bag'ishlangan yoki diniy ekstremistik matnlarning xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangani jihatidan ham dolzarb hisoblanadi. Dissertatsiyalar asosan ba'zi ishlar, yangi mavzudagi ishlar tavsifiy xarakterga ega bo'ladi. Men bu ishni tahliliy xarakterga ega bo'lgan ish deb aytar edim, chunki dissertatsiya mavzusi shunga yo'naltirilgan. Kategoriyalashtirish va avtorizatsiyalash. Kategoriyalashtirish mana ishda diniy ekstremistik matnlar nafaqat semantik jihatdan, balki sintaktik morfologik xususiyatlarga ham ko'ra ham tasniflangan, guruhlangan, kategoriyalashtirilgan, ularning muhim belgilari ajratilgan. Ikkinchi jihati muallifni aynan nutqi asosida, mana shu yozma matnlar asosida muallifni aniqlash, shaxsiyatini aniqlash va matnning diniy ekstremistik xarakterda ekanligini yoritib beruvchi belgilarni qayd etar ekan, nafaqat
leksik vositalarga e'tibor bergan. Alohida ta'kidlagan bo'lardim. Grammatik vositalarga ham ahamiyat qaratgan. Jumladan, mana misol keltirib ketdi, kelishiklarning ta'kidlovchi vazifa bajarishi. Bu o'rinda Abrorjon menimcha yuklamalar nazarda tutilgan bo'lsa kerak, o'rin payt kelishiga deb ketdingiz-da, kuchaytiruv ta'kid yuklamalarini nazarda tutgan bo'lsangiz kerak. Umuman yordamchi so'zlar, yuklamalarning vazifasiga ham e'tibor berganlar. Nafaqat leksik vositalar, balki grammatik vositalarning ham semantikasi nazarda tutilgani jihatidan ham ahamiyatli deb hisoblayman. Keyin asosiy jihat dissertant shunday tezisni ilgari suryaptiki, biz va ular, ya'niki o'sha biz nuqtai nazaridan yondashuv. Mana shu biz va ular deb ajratgani o'zi ham dissertantning alohida yangicha yondashuvi hisoblanadi. Va shuning barobarida bunday matnlarning shart ergashgapli qo'shmagap xarakterda bo'lishi. Demak, faqatgina ma'lumot berib, axborot berib, ularni yomonlashgina bilan chegaralanib qolmasdan, balki agar shunday qilmagan taqdirda nima bo'lishini ko'rsatuvchi shart ergashgapli qo'shma gaplardan ko'proq foydalanilishini ham yaxshi ochib bergan deb hisoblayman. Dissertatsiya oldiga qo'yilgan maqsadga erishilgan, tasniflar amalga oshirilgan, ayniqsa yosh xususiyatiga ko'ra, gender jihatiga ko'ra matnlarni ajratish ham dissertantning yutuqlaridan hisoblanadi. Faqat bir istak bildirardim, albatta tadqiqotchi bu ishini davom ettiradi deb o'ylayman. Keyingi ishlarida verbal vositalarga noverbal vositalarning aralashib ketish holatlari bor ishda. Ana shu jihatlarni faqatgina verbal vositalarga e'tibor berish nuqtai nazaridan, chunki matn masalasi ko'rilyapti, nutqiy masala, avtorizatsiyalash masalasi ko'rilyapti. Shunda faqatgina verbal vositalardan foydalanish va verbal vositalarning jihatlariga ko'proq e'tibor qaratib, noverbal vositalar kerak bo'lsa ayrim o'rinlarda kuchaytiruvchi yoki yordamchi vositalar sifatida e'tiborga olinsa maqsadga muvofiq deyman. Men dissertantni ham, ilmiy rahbarini ham muvaffaqiyati bilan tabriklayman. Kengash a'zolarini ushbu ishni qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Rahmat ustoz, so'z berganingiz uchun. Boshqalar bormi? Bo'lmasam ko'ngilimizni bundan ba'zi bir to'xtalmoqchiman. Endi mavzu yangilik ko'rinib turibdi. Umuman mana bugungi kunda O'zbekistonda mashhur lingvistik ekspertiza maktabini Baxtiyor Bugunov yaratyapti. Mana shu ish bevosita Baxtiyor Bugunov tomonidan boshlangan ishning bevosita davomi sifatida biz buni qabul qilishimiz kerak. Albatta, bu yerda to'g'ri, Mansur Umar ham ta'kidladi, asosiy jihat diniy ekstremizm bilan, ya'ni bu qo'poruvchilik degani, endi o'zimizda qo'poruvchilik desam bo'ladi, ekstremizm degan terminni bilan ishlatsa bo'ladi. Çünkü ko'proq diqqat qaratilgan, oldiga qo'yilgan maqsadni ish bajargan, dissertant bajargan. Endi kelajakda men taklif qilmoqchi edim. Malagarakat sifatida buni chop etish kerak. Maqolalarni ko'rdim, maqolalar aksariyatda tez shaklda qo'yilganda 2 sahifa, 3 sahifa, faqat oxirgi ingliz tilida chiqmasa 7 sahifa. Chunki buni imkon qadar ilmiy quvvatini yana bir kengaytirgan holda ko'pchilikka mansub tomonidan e'tirof etiladigan hollarda maqola e'lon qilish kerak. Aksariyatda termizda chop etiladi. Nimagadir? Balki o'z ishonib bo'lsangiz kerakdi. Chunki o'sha Termiz davlat universitetining to'plamida chiqyapti-da maqolalar aksariyat. Endi bu cheklangan hududga oid bo'lgan, men uni tanishib nuqtasidan aytganim yo'q. Buni ommalashtirish kerak. O'zbek tili adabiyoti jurnali bor misol uchun. To'g'rimi? E'tirof etilgan va boshqa mana bir qator tomonidan e'tirof etilgan yirik jurnallar bor. O'shalarni ham bir harakat qilib, yerda e'lon qilishingiz kerak. Bir regionda, bir mintaqada qolib ketish kerak emas siz. Bildingizmi? Bu davlat universitetining to'plamini men hisobga o'qimagan emas. Ko'rgan ham emasman-da. Chunki bizga keladi, keyin xudo biladi. To'g'ri, buni elektron nusxasi turgandir, internetda bo'lishi mumkin. Endi hamma ham shu internetga doim kiravermaydi-ku. To'g'rimi? Shuning uchun bu bir diqqat qaratdi. Endi mavzuni nomlanishini men ozgina bir fikr bermoqchi edim. Mana kategoriyalashtirish deyapsiz, keyin avtorizatsiya deyapsiz. Ammo mualliflashtirishsa bo'lmaydimi? To'g'rimi? Avtorizatsiya muallif degani. Lashtirishni birinchisi beryapsiz, ikkinchisi ham bering.
Shunday yo'sinib ketsanglar, o'zbek tiliga mana hozir yangi imloni qabul qilyapmiz. To'g'rimi? Senat ham menimcha tasdiqladi shekilli. Lekin hali ham shu avtomat deb beryapsiz. Biz aytyapmiz, baraka topinglar, avtomatni biz alohida boshqacha ishlatyapmiz. Bu yerda ilmiy tushunchalar, ma'nolarni hammasi termin bilan ifodalangan gapni qayta aytyapmiz. Ba'zi bir joylarda uslubiy xatolar qo'yib ketganda borda ancha usullar bor ekanda. Ben çizip hozir bir qo'ydim, shularni bir ko'rarsiz, imkon qadar shularga diqqat qaratasiz. Endi mana bu bir qiziq bir hozir tasavvur tug'diryapti. Ilova hisobida mana ilova yangi hammasi 26-25 yildagilar ajrimlar bo'ladi. Kimlar bor? Hammasi kelyapti nimagadir. Demak ular hali ham lotinga o'tmagan o'sha tashkilotlar. Shundaymi? Ha? Bu şu davlat tili haqidagi qonun mana yangi alifbo o'tish haqidagi davlatda qonunni qayerga qarab ketadi? To'g'rimi? Biz bitta ning haqida to'polon bo'lyapti hozir chiqib olib. To'g'rimi? O'ni kirish kerak, o'ni kirish kerak gaplar bo'lyapti hozir. Lekin davlat tili haqidagi qonunning amalga tatbiqi mana bu holatga ketyapti. Keyin ikkinchidan mana shu bevosita bugungi mana shu lingvistik ekspertiza demek, mükemmellleşici sınıf taklifleriz ben konularını biliyorum. Hani taklifleriz var. Önemli bir iş gerek. Bu ameli teşhirası, bu nazari teşhirası yemez bereket okuyorlar. 11 bu. Pekalarda lingvistika dediler. Aslında da Rusçası memleket yaptı. O zaman Kore. Ha? Yok ya, mamlar şimdi ya. Praktik lingvistika yemez bu. Pekalarda lingvistika bu. Kim verdi praktik lingvistikada? Kim verdi bunu? Tarjimasını. O'zi qilganmisiz? Yo'q, prikladniy lingvistika bilan, teoretik lingvistika bor, prikladniy lingvistika bor-da. Shunga bir e'tibor qaratishinglarni istar edim. Monografiya qilayotgan joyingiz bilan yaxshi tadqiq qilish kerak. Endi baxtiyor balki vaqti bo'lmagandir bu ishni yaxshi boshqa olib ko'rishga imkoni bo'lmagandir. Endi rahbar ishi, dissertatsiya ishini tadqiq qilish emas. Bu kadar yo'llarni ko'rsatadi. Mana bu jihatdagi e'tiborlatning qolgan hamma dissertatsiyalarimiz bilan yerish kerak. O'sha sizdan iltimos qilaman, shu tomonlarga bir diqqatni qaratasiz. İmkon qadar o'zbekchalashtirishimiz kerak biz. O'quvchilarga so'z bemalol ekstremizm o'rni bosa oladi. Zarur o'rinlarda ham buni qo'llash kerak. O'zimizni ona tilimizda ishlatilgan so'zlardan. Shuning uchun sizdan iltimos qilaman. Bir yana institutlarlik bilan ko'rishingiz kerak. Mana kaliga jadvalni yoki chizmani siz rasmni beryapsiz. Rasmlar chizmani farqi ko'rib. To'g'rimi? Mana endi shu 11-sahifadagi birinchi jadvalga qaraymiz. Ya'ni birinchi chizma bu, jadval emas. Birinchi chizmada ketyapti. 5-bandiga qarang. Shaxs yoki guruhning haqiqiy yoki idrok etilgan o'ziga xosligi, omillari, jumladandagi bir bo'lishdagi jumladagi qolgan yo'q. To'g'rimi? Din deyapsiz, etnik kelib chiqishi. Tushunarli. Millati, irqi, rangi yana kelib chiqishi deyapti. Bu kelib chiqishi nimani kelib chiqaradi? So'roqda kelib chiqishi, jinsi, shuningdek til. Tilmi, tilimi? To'g'rimi? Shunga o'xshagan bir o'rinlar, joylar borki, ularning kelajagida bir tartibga soladigan madaniyat bor. Uni olganda, mana qarangda, dissertatsiyaning tuzilishi va hajmida dissertatsiya 3 bob. Kirishdan qolgan kirish. Kirish qismini yozmayapsiz, ha? Ruchada ham o'tish. Ana 10 sahifada. Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi degan band bor. Ana shu yerda dissertatsiya 3 bob. Kirishdan dissertatsiya kirish 3 bob. Xulosa hamda foydalanadigan ro'yxatdan iborat bo'ladi degan jumla bo'lishi kerak-da. Keyin mana bu orqada falonchi buni tahrirni o'tkazilgan muhir bo'lishi kerak. Ruchasiga pechat deydi. Shu yo'q. Vakil bilmayman, vakil yuborganingizni shu muxlis ketib qoldimi? Muxirlar yuboring, balki chunki ertaga men javobgarman, rais sifatida boshimga kaltak menga kelib tushadi. Shu jihatlarga e'tibor qaratasiz. Men bu ishni yana davom ettirishingiz mana javob bermayapti boshqa tarafdoriman, lekin uni ko'proq taklif bering, xo'pmi?
balki lingvistik ekspertizani yana yuqori bir bosqichga olib chiqishimiz uchun biz nimalarga ko'proq diqqat qaratishimiz kerak? Buni ilmiy rahbar bilan kelishgan holda amalga oshirsangiz yomon bo'lmaydi. Mening fikrim shu. Va boshqa agar mulohazalar, fikrlar bo'lmasa, marhamat mana shu norasmiy tahlilchilar jismi, shular fikri o'z munosabatini bildiring. Avvalambor barcha so'zlarimizdan bir ma'lumot shu dargohda alamli buyruq ko'rsatdingiz, albatta bir ishni muhokama davom ettiramiz. Tegishli hamkorlar to'g'rilab sifatli yaxshiroq O'zbekistonda ilmiy va O'zbekistonda lingvistik ekspertiza maktabi hissa qo'shadigan, odamlarga foydasi tegadigan bir ishlarni qilishga harakat qilamiz. Xo'p, endi azizlar, mana fikrlarni yakunladi. Endi sanoq komissiyasini tuzib olishimiz kerak. Mana bunday taklif bo'lyapti. Abjal va Manzura komissiyaning raisi, Sobir Abdulhay a'zo va Yusuf Dursulton a'zo. Qanday? Agar ma'qul bo'lsa, marhamat fikrlarni bildiringlar. Betaraflar, qarshilar yo'q. Marhamat sanoq komissiyasi ishga tushishligi mumkin. Telegram guruhga tashlangan ochasilar tushdimi? Ha, tushga zo'r. Telegram o'tyapmiz. Abrorni Xo'p, sanoq komissiyasi xulosasini o'qib berishini so'z komissiya raisi Abjal va Manzuraga. Manzuradan yo'ldingmi?
Saylangan komissiya tarkibi professorlar Manzura Abjalova, Abdulhay Sobirov, Nursulton Yusupov tomonidan komissiya Qurbonmurod Abdurovning filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga qo'ygan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 11 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga har qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolarining 11 nafar, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 11 nafar fan doktori ishtirok etdi. 11 ta byulleten tarqatilmay qolgan byulletenlar mavjud emas. Ovoz berish natijalari quyidagicha. Qurbonmurodov Abror Abdurashidovga filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 11 nafar, ya'ni 100%, qarshilari yo'q. Yaroqsiz deb topilgan byulletenlar ham mavjud emas. Barcha a'zolar ovoz berishgan. Komissiya raisi Manzura Abjalova, komissiya a'zolari Abdulhay Sobirov, Nursulton Yusupov. Rahmat. Xo'p. Azizlar, endi mana shu tanlovkamizning bayonnomasini tasdiqlab olishimiz kerak. Marhamat, munosabat bildirsanglar. Ma'qullansin. Qarshilar betaraflar yo'q. Rahmat. Xo'p, endi mana shu kengashning xulosasi, loyihasini biz kelajak bo'lib tashlagan edik. Bu haqida qanday fikrlar bo'ladi? Asos sifatida qabul qilsak bo'ladi. Asos sifatida qabul qilinadi degan fikr bo'lyapti. Marhamat, ovoz beringlar, munosabatlarni bildiringlar. Qarshilar betaraflar yo'q. Rahmat. Endi mana shu dissertatsiya nazariyalarini, natijalar amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ham ishlab chiqilgan ba'zi bir tavsiyalar bor. Dissertatsiya buni ham biz kelgan bo'lib tashlagan edik vaqtida. Fikrlarni bildiringlar bunga ham. Buni ham qabul qilsak bo'ladi. Kelyapti. Marhamat, qarshilar betaraflar yo'q. Rahmat. Salomat bo'linglar. Xo'p, endi men mana shu ilmiy kengashning qarorini o'qib beraman. Qanday domla, so'z sizga. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi Doctor of Science 03/2025-27-17-41 raqamli ilmiy kengash asosidagi bir martalik ilmiy kengash qarori. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti ixtirochisi Qurbonmurod Abror Abdurashidovichning 10.00.11 amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi bo'yicha lingvistik ekspertizada ekstremistik matnni kategoriyalashtirish va avtorizatsiyalash mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasiga Xitoy komissiyasi xulosasiga ko'ra dissertant Qurbonmurod Abror Abdurashidovichga filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasi berildi. Xo'p. Xo'p, so'zlagan dissertatga beraman. Yakuniy so'z, marhamat so'z sizga. Bo'lajak majlisni yakunlaymiz. Assalomu alaykum ustozlar, avvalo bugungi ishtirok etgan barcha ustozlarga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Maktab jamoasiga, barchasiga, universitetning rektoriga va qo'llab-quvvatlagan ustozlarimizga, ustozlarimizga, barcha ustozlarga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Keyingi ishlarimizda
Omon bo'ling. Bu azizlar mana demak navbatdagi majlisdan yakunlayapmiz. Men bu Toshkent davlat o'zbek adabiyoti universiteti rahbariyati uning mana shu bugungi kunda jaziramaga qaramasdan kengashimizda qatnashayotgan tuzumdan va onlayn ishtirok etgan o'rtoqlarni hammasiga o'zimni minnatdorligimni bildiraman. İş haqidagi fikrlarni mana etdik yuqorida, takliflarni ham bildirdik. Menimcha mana shu turdagi ishlar hali yana davom etadi mening nazarimda. Zaten bu insoniyat paydo bo'lgandan beri to'g'ri elliklar jamoada borishib degan bo'lgan emas. Xudolik jamiyatidan kunga qadar nechta biz tuzumlarni boshimizdan kechirganmiz. Ana shular albatta jamiyatning muayyan qatlami boshqa bir qatlami bilan kelisha olmaydi. Turli sohalar bo'yicha. İçtimai bo'ladimi, siyosiy bo'ladimi, endi diniy degan masala bo'yicha. Shuning uchun bugungi kunda to'g'ri oxirgi paytlarda Abdullah Shogird aytdilar, biroz so'ygandan bo'ldi. To'g'ri, bir tomondan to'g'ri yo'ldan ketyapmiz. Odamlar har bir asabiy kelmasdan maxsus kuchlar bor O'zbekistonda. Ularga qarshi jang olib boryapti hozir. Jang degani men kuchdan oldincha aytyapman. Lekin lingvistlar ham, tilchilar ham mana bundan uzoqlashib ketayotgani yo'q. Ular uchun kerakli bo'lgan ashyoviy dalillarni mana shunga o'xshagan ishlardan biz ularga yordam beryapmiz. Ishlar o'z yo'liga, lekin mana bevosita shu sohaning mutaxassislari ularga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib berish kerak. Aksariyati anonim yoki turli boshqa insonlarning ismi shartlarini yoki taxalluslari bilan yuborilgan nomalar, bo'xtonlar, g'iybat yo'sinadigan yozuvlar juda ham ko'p. Mana shularni demak bir ko'rganda o'qiganda bilib olishga mumkin bu qaysi hududdan kelgan, qaysi viloyatga oid, to'g'rimi yoki qaysi jamiyatga oid yoki qaysi bir oqimga oidligini mana shu ularning nomasi orqali, maktubi orqali haligi g'iybat to'la yozgan nomalar, deymizmi maktub, deymizmi mana shular orqali bilib olishda albatta bu yerda birinchi yerda tekshirishni omillik ham yuqori bo'lishi talab qilinyapti bu kunda jamiyatda. Shuning uchun sizga men muvaffaqiyat tilayman. Aytilgan fikr-mulohazalar almasini albatta siz uchun kelajakda shu ishni yanada yuqori bir bosqichga olib chiqish nuqtai nazari aytilyapti-da. Meni to'g'ri qabul qilasiz. Yana bir bor siz nimani berib kelgan qarindoshlar shekilli, ularni ham bugungi muvaffaqiyat bilan tabriklayman. Baxtiyor Mengiyevga alohida tashakkur. Yaxshi mana kadrlarni kishi yetkazib beryapti respublikamizga. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Shu bilan bugungi yig'ilishni yakunlashga ruxsat berasiz. Rahmat.